Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 10 günlük bir ayrılıştan keyin İkiran'a qaytadan keldik. Milletimiz üçün, vatanimiz Şarkı Türkistan üçün, muhaciretdeki yaşayotgan qarindoshlarimizningki iqtisodiy manbini qanday hal qilish masalasida amaliy maydonlarda bo'layli deb 10 kun men Ikirandan voz kechib o proje ustida ishlagan bo'ldim va yana Ikiran'a qaytib keldim qarindoshlarningki talabi bilan. Nurg'un qarindoshlarimiz so'radi, ahvolimizni so'radi. Allah razı olsun şu qarindoshlarımızdan. Bugün hem bizningki siyasi sahada bo'lsin, ijtimoiy sahada bo'lsin, ilmiy sahada bo'lsin, o'zininki qalbi bilan, o'zining fikri bilan bo'libmi yaqinqi vaqtda Uyg'ur xalqining taqdirini belgilashda keskin bir şekilde o'zining fikrini o'tirib qo'ygan jurnalist Azat Qasım akamiz bilan birga qarindoshlarga ko'rinyapmiz. Elbette bizninki bu programımız davamlıq xalqçıl bir programı bo'lganligi uchun aziz do'stlarim, biz sizlar bilan birlikda bu suhbatni olib boramiz. Sizlarningki savollaringizga javob beramiz. Sizlar bilan bu meseleni, bu Şarkı Türkistan meselesini, bu muhacirlar meselesini, bu aldığımızda duch kelayotgan meselelerini aydınlaştırırız. Çünkü biz sizlar biz aramızda hech qanday farq yo'q. Faqatla bir-birimizni ko'renmesek-mi, bu texniklik Allah'ın bizga bergan ne'matlari orqali biz naq maydonda telefonlashish bilan Azat Qasım akamiz bilan ham ko'rishtirmaslarni, ham barabar suhbat ilib berishga chaqirman. Texnik ko'p qarindoshlarimizniki bu suhbatdan foydalanishi uchun albatta ham bahrilash ko'nikisini bosgan qarindoshlarga alohida rahmatimni bildiraman va bu qitim jurnalist Azat Qasım akamiz bilan bo'lgan suhbat e'lonini chiqargandan keyin 15 nafar qarindoshimiz buni ham bahrilabdi. Bu 15 nafar qarindishimga alohida rahmatimni bildiraman. Aslida ismini o'qimoqchi edim, ammo vaqt munosabati bilan o'qiyolmay qoldim. Aziz qarindoshlar, Ikiran'a chiqishimizdagi maqsad gap setish emas, o'zimizni ko'rsatish emas, faqat eng to'g'ri, eng aqlona chora bilan, eng güzel planlar bilan bundan keyingi chiqish yo'limizni tep chiqish, mayli tashkilot bo'lsin, mayli xalqimiz bo'lsin, tashkilotlarga ergashayotgan, mayli oddiy bir inson bo'lsin, mayli siyosiy sohalarda liderlar bo'lsin, qaysi shaklda bo'lsa millat mujodilasi uchun jon ko'ydirayotgan mushu qarindoshlarimiz bilan birlikda to'g'ri bir yo'lni tep chiqish uchun Ikiran'da bo'layotimiz. Hammanglar bilan ham bari bo'lgan shaklda biz bu suhbatni davom qilamiz. Azat Qasım akamizga assalomu alaykum deyman. Qanday ahvollari? Ikiran'imizga hoş keldilar. Allah sizdan razı olsun. Sizin ahval sorayım. Şu katada dünyanın her partiyelerdeki halkımızın ahval sorayım. Hoş. Allah razı olsun. Hoş. Bugün gidelim şurada bir fırsat yaratsaydın olsun. Dünyadaki ülke cemaatı İslam bir fırsat yaratsaydın olsun. Size rahmet etmem. Endi men ders ko'rsatishga o'tirib qo'ymoqchi. Xo'sh. Men istadim bir suyungan yerim bizning qirib shu Gollandiyadagi Uyg'ur jamoati, chet eldagi Uyg'ur jamoatning ichida bir qadar aktiv, bir qadar faoliyatchan bir jamoat deb qarayman. Bo'libmi Husaynjil tajalli elimiz bilan Ahmet Kaşkari elimizden bu programlarını yolu koyuş jarayonidagi şu videolarni ko'rib o'yladim. Ko'p yeniliklar yuz berdi. Sen ijtimoiy faoliyatdan keyin Uyg'ur jamiyatida umumyuzlik nurg'un masalalarga xalq javob topa oladigan bir holat shakllanganlarda noma'lum istalgan bir yosh vatanparvar yigitimiz bor, Absalom. Bu Uyghur Miraslar Radyo kurup Gollandiyada Ümitsiyatın sırasında çetelerdeki Uyghur cemaatinin içerisinde bir kadar aktif faaliyetçen bir cemaat yaptırayım. Ben size rahmetimi ettim. Şimdi bugün ben bir sorulara cevap vereyim dedim. Bu benim kızkaçtırım. Ben bunu yaşayacağım. Hiç kadar vakitte hiç kimge tanıdığım oy fikrim yok. Fakat özleminin
Vatan müstakillik yolunda oylagan oy fikirlerini üzerinin halkımla ortaklaşın niyetinde sorulara cevap verişini yol ayak taktım. Şu sebepten vatandaşlarının Hüseyin Tecelli ilimiz bilen boğan sohbetimizin için artık sorularını gelse şu sorulara çamımla yetişecek. Önemli sorulara cevap vereyim de etmeyi ben çamımla yetişecek cevap veriş fikirşini. Allah razı olsun. Yani sizler bilen biz elbette namayişten burun bu programını teşkilleşine oylaşkan bolsakmı ama namayişteki aldıraççılığımız tüpeyle bugünkü kadar sözlük geldi. Namayişten yıldan biz bir proje hazırlagandık. Bu proje planınki keyinde 10 günden beri jürüp programını bugünkü geldik. Yani aslında biz söhbetleşmekçi bolgan mesele bek muhim mesele. Onun için birinci bop sizin ekranga ağam bulduk. Yani biz bunundan keyin bizning quruq gap qilishimizga yo'l yo'q. Bunundan keyin bizning xatoliklarni ko'plab o'tkazishimizga yo'l yo'q. Bunundan keyin bizning mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli shaxslar bo'lsin, har zaman qattiq tetiklik bilan, hushyorlik bilan, ochiqlik bilan, qo'rqmaslik bilan oldimizga ilgirlab mangadigan bir zimin va sharoit hozirlanayotgan mush masalada zodi qo'lidan imkoniyat bo'ladigan shaxslarimiz, olimlarimiz, sizlardek akalarimiz, jurnalist, akademisyen ve siyasi fikir kıygıcı mütefekkir akalarımızı fikiranga kelip halkımızga ameliyatçil, reallıkka uygun, biz kılalaydıgan sizlerninki aklınlardan, ilminlardan faydalanıp bunu yol tepişka mecburumuz ve bunun keyin şu yolunu besişka hemmeyle şunu muhim dep bilimiz. Yani ötkenki 20 yıl, ötkenki 30 yıl içindeki uxlashlar, g'aflatlar, xato qadam besishlar, to'g'ri yo'lni topolmasliklardan iborat bu tarixga xotim beradigan zamon keldi. Buningdan keyin bu tarixni qayta takrorlashning o'zi bir jinoyat va xiyonat deb bilamiz. Buning uchun bugungi suhbatimizda sizdan texmi ochiq, sizdan texmi real bir javoblarni olishni xohlayman va qarindoshlarimiz xohlaydi. Eng muhimi sizninki o'tgan qatimliq suhbatlarda Şarkı Türkistan'ı kural bilen hal kılış gerek mi ya ki tiniş yollar bilen mi diyen meselede sizler özlerinin fikrini oturup koyaş bilen halkarada, muhacirette başkaça bir tesirini peyda kıllar. Şunun için nurgun kırındaşlarımız hem teklif kıldı. Bana jurnalist Azat Kasım Hakimizin sözünü anlagan bolsak, o fikirlerini kayıtedin, nemkigan bolsak, közden keçirgen bolsak, doğru bir çıkış yolunu tapqan bolsak degandek meseleler üstüde bugün Allah kalırsa sizler bilen bir qancha mesele üstüde bo'libmi Sharqiy Turkiston mustaqilligi, Sharqiy Turkistonning ozodligi qurol bilan bo'lamdi yoki tinchlik bilanmi degan bu savolga men ham muhim bir javob berishni xohlayman. Ammo programmamizni Uyg'ur milliy davosiningki xarakteri qandoq bo'lyotidi, qandoq bo'ladi, qandoq bo'lish kerak edi degan bu savoldan boshlayman. So'zni sizga beraman. Rahmet. Bo'z biraz ünlügrek sözlegen bo'lsa taqim yaxshi bo'ldi. Endi bizning Uyg'ur davası hozircha mening oyamda Uyg'ur davası ikki kategoriya gibi bilinadi. Xo'sh. Birisi Sharq Turkiston mustaqillik masalasi. Yana birisi Xitoy bosqinchi hokimiyati tarafidan dafsanda qilingan Uyg'ur xalqining qonuniy haq huquqlarini qo'llash masalasi. Hozir bizning mush ikki masala xalqning elida ilk emasda aralashib ketgan. Endi biz mana esam biz 20-30 yildan beri Sharq Turkiston mustaqillik uchun emas, Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqining haq huquqlarini qo'llash davosini tutdik. Bu men shunday qarayman. Nima uchun deganda bizning qanday o'ylasak biz bunu yaqinda shunday maqsadlik bir aprelning 27-kunida shunday cho'nqir namoyish o'tkazildi Yevropaning markazida. Biz bu namoyishni endi shu namoyish qatnashgan sizlarning qatnashganlar biz qatnashamay qoldik. Shu namoyishni biz Uyg'ur xalqining qonuniy haq huquqlarini qo'llash temisi deb qarayman. Men buni mustaqil temis deb qarayolmayman. Nima uchun deganda biz uyat ko'tarib chiqqan shuarlarning hammasi
көтеріп çıkarsaların әмісі Uyghur halkının халықарада e'tirof qilgan qonuniy haq huquqlarni qo'llash masalasi. Mana shu sababdan men bizning 20-25 yilda bo'layotgan da'volarimiz asosan Uyghur xalqining qonuniy haq huquqlarini qo'llash masalasi deb qarag'inimlik sabab, bundan keyin sizning esingizda bor. Bunda bir hizbada yaqinlik Facebookda bizning Sharq Turkiston Serbiya hukumatining raisi Ahmadjon Osmon inimiz ilhom topib bir eg'iz bir gap qilib bu gap nurg'un odamlarning qarshilig'iga uchrab ketdi. Menimcha bu yerda tushunmas so'z berdi. Amaliyotda ilhom topdi Uyghur xalqining qonuniy haq huquqlarini qo'llash yo'lida kurashayotgan bir milliy qahramon. Xitoyning jerkida turib, Xitoyning ko'ziga qadalib turib, Uyghur xalqining haq huquqlarini qo'llagan bir milliy qahramonni biz turib, u mustaqillik da'vosi elib bormadi desak, bu amaliyot uyg'un bo'lmaydi. Bu masala mana bu shunda. U vatanning ichida Uyghur xalqining qonuniy haq huquqlarini qo'llash, ya'ni inson huquqi huquqsizlikni turib Xitoy bilan kurash qildi. Endi bizning chet el xalqimiz bo'lsa, tashkilotlarimiz bo'lsa, chet ellardami dal shu ilhom to'xti qilgan kurashni davomlashtirmoqda. Shu kurashni biz buni tushunishimiz kerak. Endi bu yani sizning demoqchi bo'lganlari masalan bizning mush Belgiyadagi namoyish aslında İlham To'xtininki ideyasiga, ya'ni shu Xitoyning ichida turib, Xitoydan kishilik huquq talab qilayotgan shu ideyaga o'xshab ketadi demoqchisizlar. Shu nuqtadan men shunday tushunaman-da. Buning uchun men bu namoyishdan yoki uning oldingi 15 mart namoyishidan mustaqillik ko'rishiga oid hech qanday ilmiy bir ko'rinmaydi. Shu sababdan men buni Uyg'ur xalqining qonuniy haq huquqlarini qo'llash görüşüyle karayım. Şimdi bu herhalde müstakil dep oylamayman, bırak benim oyamda müstakillik bu başka bir mesele. Müstakil görüşen başka bir mesele. Bunun için bu yerde ben müstakillik meselesinde hazırlıkça tüm dünyanın hiç kandak memleketi de, hiç kandak hakimiyet Uygur halkının müstakillik görüşüne kimden tırnaksızlık olsun mu? Ya medet yok ya yerden bakılıyor. Yani dünya mavut intayim muhim bir gap oldu. Yani bütün dünyada Şarkı Türkistan'ın müstakil buluşuğa yardım berdiğen, onunla köyündüğen, kızıqdığan bir devlet yok demekçisiniz. Doğru. Ben bunu bir izahlap verişim gerek. Xitoy dünyadaki 180'e çıkmış 190'a yakın memleketten diplomatik münasebet ornattı. Şu diplomatik münasebet ornatılan kelişim namıda bizning Sharq Turkistonning o'ziga olgan barliq territoriyani Xitoy bilan diplomatik munosabatga o'rnatgan davlat Xitoyning zimini deb taniydi. Endi Tibet meselesi bu başka. Tibet meselesi gerçi Amerika, Avrupa memleket Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan vaqtida Tibetni Xitoyning territoriyasi ichida deb qarasmi, biroq u ziminni Xitoy tarafidan, Xitoy kommunist hokimiyat tarafidan besilingan davlat deb qaraydi. Biroq Uyg'ur Sharq Turkiston masalasida bunday ko'zqarash dunyoda yo'q hozirgacha. Nima sababdan deganda 59-yili Xitoy hokimiyati Tibetni yetib olganda Dalay Lama shu vaqtki Tibetning hukumatini ham uning ergashgan 1 million Tibet xalqini elib Hindistonga qo'shgan. Xo'sh. Hindiston hukumati Amerikaning havolasi bilan ularga Dalantarada panohlik bergan. Ham shu yerda ularning mukammal bir hokimiyat organi bor. Parlamenti bor, hukumati bor, maktablari, hammasi bor. To'liqda. Demak, bu bizning da'vomiz bunday o'xshaydi. Ham Uyg'urlarga nisbatan bo'lganda bizning vatanimiz 49-yil Xitoy hokimiyat kelgan vaqtida Xitoyning zimini deb e'tirof qilinib bo'lgan
Bizning Sharq Turkiston ikkinchi qitimli Sharq Turkiston inqilobi bizning jumhuriyatlarimiz Xitoy hokimiyati bilan 11 bitib kelgan vaqtida vatanning mustaqillik allaqacha yo'qolgan. Bu faktni e'tirof qilsak bo'lmaydi. Shuning uchun Xitoy Xitoy armiyasi, kommunistik armiya kelgan bir pay o'q chiqarmay turib, bizning milliy armiyamiz bir pay o'q chiqarmay turib, emas, hatta aldırı çıkıp yolun ışıkları kirarak bayraklarını tutup durup ulan tutuyorlar. Hem de bu şehadet, bu dünyadaki bazı devletler bu musil bölüdür. Undaq doğanken bu devletlerin hiç kaysı, meyli Amerika, meyli Avrupa İttifakı, meyli Türkiye, meyli Japonya, hiç kaysı memleket hazırlıkça Uygur halkına müstakillik davasını kollanıyor. Hem de yeni bir mesele var. Ben sürüştürüp sözde bakmaya, hazır Tibet'le sürüştürüp. Hem yeni bir mesele. Yugoslavya parçalanğanda, ahırı Serbiya, Slovenya ne tüzertip başlandı. Yugoslavya Federasyası. Bırak, Yugoslavya'nın Serbiya Cumhuriyeti'nin Kosovo degen bir Abdülhamir ayında oğay. Albalga yaşaydıgan. Hem de bu yağmur bütün dünyadaki devletler Yugoslavya bilen diplomatik münasebet, Serbiya bilen diplomatik münasebet ornatkanda bu territoriya Serbiyanın territoriyasına itiraf kılgan. Bırak kirin şu Kosovo halk kozgulup kurallı kuraş atlangan vaxtıda dünya reallıqını itiraf kılgan. Yani Kosovo kurallı kuraş arkalık Serbiya kısımlarını Kosovo territoriyasını qoğulap çıkargandan keyin dünya reallıqını itiraf kılıp Kosovo'nun müstakilligini hazırlıkça 90'a yakın devlet to'nadı. Bu yeni söndürdü diyete tarih öz altından bırak reallık yani öz altından. Şunun için ben başka devlette Uygur Şarkı Türkistan halkının müstakilligini itiraf kılmadı. Şunun için biz müstakil bulamayız diyen söz karşısında najiraqman. Onda qaramayman. Çünkü realdın artık özgürlükler özgürlük. Buna Kosovo bunun misali. Kosovo ise Serbiyanın bir kısmı. Bu müstakil devlet oldu. Dünya Serbiyanın bir kısmı da diyor. Ya müstakil. Yine Xitay bizden adı. Biz vargan şaraytta bütün dünya sizin Xitay territoriyasının bir kısmında qaraydı. Eğer biz şunu müstakilliğini reallik aylandıralsak dünya bizi itiraf müstakilliğini. Bu manımızda. Çünkü xalqaradaki bu çok siyasi oyun bu şunda özünün kanuniyeti bilemem. Ben bu meseleyi şunda qarayım. Ondaqda bir yerden bir iki sual o'tirib chiqdi. Dünya bizning mustaqilligimizni qo'llaydigan davlatdan birisimi yo'q, prinsip jihatda da'vatgan turib biz nima uchun dunyodagi bizni qo'llamaydigan bu davlatlarda lobbichilik bo'lsin, siyosiy sohalarda bo'lsin, biz nima uchun mustaqillik da'vosi bilan bular bilan munosabat o'rnatamiz? Amaliyotda biz mustaqillik davası bilen kılıvatımız diyen bilen dünyanın hiç kaysı bizim mustaqillik davası bilen emez, kişilik hukuk davası bilen konuvatı. Amerika'nın bütün pozisyası, Avrupa'nın bütün devletlerinin pozisyası, diyema, Türkiye'deki Amerika teşkilatları, bula, Doğu Türkistan'ın mustaqilliğinde bunda gelgenlik anda, Türkiye hükümeti hiç kaçan, Şarkı Türkistan müstakil devlet değil, herhangi bir yok anlatılmaydı. Çünkü o bu territorial Xitay'ın da itiraf oldu. Cep bizim hareketimizde. Bu itiraf kıldırış, bu bizim mecburumuz. Biz ulanı rençsek olmaydı. Ulanı sen bizim müstakil itiraf, bizim devlete tanımadın desek olmaydı. Yani bizim Şarkı Türkistan'ın müstakillik davasını ulanın beşiği zorlap keydirişimiz gerek demektisine. Biz ulan itiraf kılırmız. Kanday itiraf kılırmız. Biz özümüzün hareketimizden, hazırlık yolu bilememiz. Hazırlık yolu bilememiz. Hazırlık yolumuz, muş karakter meselesi to'xtalgan to'q. Hazırlık yolumuz qandasından, muş to'g'ri biz müstakillik davası deyatimiz xalqaro bir qism Uyg'urlar
biz mustaqil bo'lamiz, ammo mustaqillikning oldida avtonomiya va yoki kishilik huquq va yoki o'z taqdirini o'zi belgilash, masalan, qurultoy ayni zamanda o'z taqdirini o'zi belgilash siyosati bilan dunyo bilan tanishyapti va dunyo bilan faoliyat olib beryapti. Amerika, Yevropa bilan mushu davoyimizdagi xarakter to'g'rimi, xatomi? Men teşkilatlarımızın ayıplamak emas. Teşkilatlarımızın faaliyeti yaxshi. Biroq men teşkilatlarımızın tinchlik yo'li bilan o'z taqdirini o'z belgilash huquqimizni qo'lga keltiramiz degan bu nizomnomasiga yiltizdan qarshiman. Yani Dünya Uyghur Qurultayınınki bu nizomnomasiga sizlar qarshi. Men qo'shilmayman. Nima uchun deganda biz bir masalani muhokama qilgan vaqtimizda shu masalaning mohiyatini chiqib buniki muhokama qilsak bo'ladi. Xo'sh. Xitoy kommunistik diktator tuzumlik bir davlat. Buni butun dunyo biladi. Ulusli Xitoy millatining sevgisida ezelden yani yalvurdu, acıdan bozak. Bu kıyını ısıngan, bulanın 5000 yıllık medeniyetimiz var. Medeniyet teşhirse, bunun muşu, bulanın muş. Özleri bilen ilişki vaxtıdı mı, şükri acını bozak kılıp, yüzsüzlük bilen, kar yüzlük bilen yaşayan bir kalıp. Şunun için Xitoydagi mushundoq mamlakatga men tinch yo'ldan o'z taqdirimni o'zi qilish huquqim sening qulog'ini olaman deyish qilmay tush ko'rgan. Nim deyish lozim? Mening o'yimdan bizning barliq tashkilotlarimiz nizomnomasiga yoki harakat programmasiga Uyg'ur xalqi qurolliq kurashni o'z ichiga olgan barliq vositalarni qo'llanib Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qildi degan bir modelni kirgizdi. Mana bu mening qo'lim. Ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayimi nizomnomasiga Uyg'ur xalqi qurolliq kurashni o'z ichiga olgan shaklda Sharq Turkistonning mustaqillik Dünya Uyg'ur Qurultayiningki nimalarida Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladi mening bilishimcha. Ammo vositida xalqaro bilan bo'lgan siyosatni to'g'ri o'ynash uchun o'z taqdirini o'zi belgilash degan bu siyosiy rangni o'ziga chachqan yoki bu chapanning ichiga kirib olgan deb o'ylayman. Herkesin Dünya Uyg'ur Qurultayini avtonomiyachi va mustaqillikka qarshi bir tashkilot deb qaramayman, chunki zaten biz endi haqni so'zlamasak bo'lmaydi. Mustaqillikni o'ylaydigan bir tashkilot, ammo o'tirg'i tashlayotgan vositida öz taqdirini o'zi belgilash degan bu so'zni xalqaroning bisimi bilan yoki masalan hozirgi Yevropa deylik, Yevropa davlatlarining bisimi bilan sen bu mustaqillikni talab qiladigan bo'lsang, biz sen bilan hech qanday bir shiraga kelmaymiz deb, masalan, Robiya xonim qancha qitim dedi buni, bir qancha parlamentlarga kirgan vaqtida yoki prezidentlar bilan ko'rishgan vaqtida sen bu mustaqillik degan gapdan voz kechsa, chunki BDT Birleşmiş Milletler Teşkilatı olsun, mayli Yevropa Birligi bo'lsin, bu yerda Çin Komünist Cumhuriyetininki biz onun zimin bütünlüğünü biz parçalaş karşı bu degandek atalmış sözlerini işletip Xanımğa ve Dünya Uyghur Qurultayıga karşı bugünkü hem mevcut kurulgan Dünya Uyghur Qurultayıga karşı yani saylangan partiye karşı sözlerini işletip oturdu. Bunun için Dünya Uyghur Qurultayı muşundaq bir sözünü işletişke mecbur, ama sizlar bununla mı karşı yani? Ben Dünya Uyghur Qurultayıninki hoş. Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotganligini men gumon sanmayman. Xo'sh. Men Dünya Uyg'ur Qurultayini avtonomiyachi deb qaramayman. Biroq chunki buni ayirib etmasak, birazdan oldidagi so'zdan ko'rurmanlarga xato bir nim bo'lib qolmasin dedim. Dünya Uyg'ur Qurultayi faoliyatchan bo'lib o'zining xalqiga men Dünya Uyg'ur Qurultayı Yevropa mamlakatlariga, Amerikaga biriktirilgan o'zining xalqiga har doim
her daim biz Şarkı Türkistan'ın müstakilliği için ilginmey küreş kılımız. Vasıtallamayımız. Bu vasıtallamayımız demek değil. Deydiğen ideyen sınıra vergen değil. Dünya Uygur Kultur adını kullanmayla. Ben bu akıl kulağını eğitmek demez. Bunu halkara çeklemdi bu sözün işiltişine. Şarkı Türkistan'ın müstakil buluşu için kurallık, kuralsız her kandak bir yani kurallık güreşini öz içine algan bir yolu bilen güreş kılımız degan sözün dünya çeklemdi. Xitoy çekleyin. Xitoy çekleyin. Xitoy çekleyin. Nima uchunsa Uygur halkının kolu kural çıkan günü Xitoyning Türkistondagi mustamlikasi ayog'ini tutgan kun boshlanadi. Maşallah. Shuning uchun Xitoy buni cheklaydi. Endi dunyo mamlakatlari Xitoyda iqtisodiy munosabat bo'lsa bu davlatlar bununla bir közü yumudu. Biz çeklayınız, bu terör bunda devam etmektedir. Ameliyette biz hareket başlasak bu başka iş tutuyor. Netice başka yüzde. Yani Şarkı Türkistan halkı kolu kural algan günden tatip halkara avtonomiya degan gapni qilma öz taqdirini o'zi belgila degan so'zlardan butunlay yinib kural bilan mustaqil bo'lsanglar bo'ladi deganga o'tidi demoqchisan. Bu aşikar demeydi, bırak bizning aklımızda şu vaqtda shunday kuchlar paydo bo'ladi. Chunki Şarkı Türkistan'ın mustaqilligi bu Aziyanın, dünyanın vaziyetine çok özgürlükte paydo qiladi. Mustaqilligi yalnız Şarkı Türkistan'ın emas. O'zi bilan bilib Tibetning mustaqilligini arttırdı, o'zi bilan bilib Tungallarning mustaqilligini arttırdı, o'zi bilan bilib Moğollarning mustaqilligini arttırdı, o'zi bilan bilib Manjularning mustaqilligini arttırdı. Bu çok dünya daval paydo qilgan mustaqillik bo'ldi. Shuning uchun Uygur xalqi bu yo'lga kirgan vaqtda, atlangan vaqtida bundan keyin to'xtalmoqchi bu dasturda. Tüm dünya Uygur xalqini olib chiqdi. Şunun işin bu naiti güzel, ben hazır hayacanlandım. Hakikaten terlerim tikelleşti hazır. Şarkı Türkistan müstakil olsa bununla ergişip 4-5 millet özünün müstakilliğini qo'lga ilishga tirishidi ve müstakillikning piltisi o't yakıldı demekçisin. Şunun için Xitoy Şarkı Türkistan'ın müstakil bo'lishinin bo'lmasligi uchun tishlerini o'ch ve bütün kuchini ishga silib Şarkı Türkistan'ın müstakil qildirmaslikka tirishidi. Kural qilmayman deydi. Hazırkıda Mustafa bir onu yalıp yaşa namayışını kırıyor. Bırak kuralanma. Yani Xitoy Şarkı Türkistan halkının kolu kural ilişiden korkaydı, başka kişiden ancak korkap ketmeydi demeksin. Korkap. Çünkü bu işlerin hiç kaysı Xitoy'un artık Xitoy'un Şarkı Türkistan'ın müstemlikisi göstermeye bakıyor. Görüyorsunuz mu? Krallık toğutun yol koydu. Siz çeteler toludu, namaç kıldı. Tesir oldu mu? Xitoy yüzündeki nüktüyle. İşinci emgek güçlerde bizim yaşlarımızı Xitoy'a ötküdü. Kaldırım yötküye batıdı. Biz bir yer sıkıldık. Neticesi oldu mu? Olmadı. Koştulluk, marifet, Uygur halkının marifetini, rızkını, bütün marifetini çıkardı. Yesli balları da terbiyeli avatıdı. Dünyanın uyarıya arzu kıldık, bir yere arzu kıldık. Yıkıldık, kalktık. Neticesi oldu mu? Bana endi 1 milyon Uygur halkına gelip cezalarını tıkır etti. Yıkıldık, kalktık. Neticesi oldu mu? Sadece Amerika'nın iki kongresmen, iki kongres azası Amerika'nın Xitoy'daki elçixonasiga Şinjan'daki Mao ve meselelerini tekşiriyetlep sözler hepsiz koygun için bayram ketmesi kıldı. Başı gaplarının, başında hareketlerinin kuruk emizgi ekenligini bizning halkımız res qilish kerak. Bu kuruk emizge. Şu
ikki parlament a'zosini ashula deb qo'ygani bilan Amerika tashqi ishlar ministrining bayonotlarini bilan Yevropaning bayonotlarini bilan bizning xalqimizning oldiga o'zgarish beramiz. Yüz berib baktım. Yani nima uchun o'zimizni aldatyapmiz? Ya'ni bugungi mavjud tashkilotlar xalqarodagi muhojiratdagi o'zining nizomnomasiga qurolliq kurashni o'z ichiga olgan mustaqillik harakatini ilib boramiz degan nizomni, qoidani, bu prinsipni kirgizish lozim demoqchisizlar. Mushunchilik bir cümle sözünü zamanın nizomnomasiga yoki hareket programmani kirgizamagan odam vatanning mustaqilligini e'rizachiman desam, kim shundoq? Siz ishlamsiz? Yani Dünya Uyghur Qurultayı başçılığındaki bütün teşkilatlar bununla bu nizamnamenin qetiş gerek demekçisiler. Ben bular tanısam olmaydı. Ben oturup koydum fikrini. Oyunu özledim. Elbette. Atilla Deril degan qarindishimiz so'rabda, undaq bo'lsa biz siyosiy reallikqa qaragan vaqtida mustaqillik yoki avtonomiylik huquqimizni qo'g'dashning qaysisiga bakrak kuchsak bo'ladi degan savolga aslida siz javob berib bo'ldilar. Shuna bo'lsin, buni biroz ochiqlaylik, chunki qarindoshlarimiz inkos yozyapti, savol so'rayapti. Bu qarindoshlar bilan barabar suhbat olib boraylik. Men avtonomiya huquqi degan gapga hargiz ishonmayman. Uyg'ur xalqining avtonomiya huquqi yo'q. Vatanda bo'layotgan ishlar avtonomiyaning qanday bo'lganligini biz ko'rdikku. Yevropada bor avtonomiyalik rayonlar, Rossiyada bor avtonomiyalik rayonlar. Mana Tatariston, Rossiya Federatsiyasi Tatariston Cumhuriyeti. Bütün diplomatiya bilan davlat mudofaasini boshqa bütün huquq o'zining qo'lida. Sudya, sud, prokuror, moliya, iqtisod, ma'rif, hammasi o'zining qo'lida. Avtonomiya. Bizda avtonomiya bormi? Yani mushundaq sharoitda bizning xalqimiz yana endi avtonomiya degan gapni og'ziga oladi. Uyg'urga mustaqillikdan boshqa hech qanday yo'l yo'q. Bir yo'l mustaqillik. Ya'ni qurolliq kurash orqali mustaqillik. Yani qurolliq kurashni o'z ichiga olgan harakatlar orqali mustaqillik. Ish yo'l bilan kurash qilish, namoyish o'tkazish, Yevropa ittifoqi u yerda bu ishlarni qilish kerak, qilmas kerak deyman. Biroq biz bu seviyada to'xtab qoldik 20 yilda. 20 yilda mushuni to'xtab qoldik. Namoyish qildik. Yevropa parlamentiga doklad yo'lladik, Amerika parlamentiga doklad yo'lladik, natija qildik. Aynı zamanda Abay Sildiler Bosniya degan bu devlet, Bosniya Hersegovina deydi qaraldi. Bu devletni Sırp zimini deb e'tirof qilgan va shunda qaragan Birleşmiş Milletler va yoki Avrupa Birligi kim bo'lsin, keyingi zamanda bu millatning mustaqil bo'lishiga yo'l ochib berdi. Ya'ni bular parchalanib 3 davlatga, balki undan minjiq davlatga parchalanib ketdi, masalan. Yani mustaqil bo'ldi hisobda. Bu vaqtda Bosniya qanday siyosat qo'llangan yani ularning mujodilachilari, ularning kurashkorlari bular mustaqillik da'vosi qilganmidi yoki boshqa bir siyosiy faoliyatlarni mushtoqlik kichikkina bir mustaqillik da'vo qildi. Kosovo'ni 100% mustaqillik da'vo qildi. Bosniyani 100% mustaqillik da'vo qildi. Ali İzzet Begoviç degan kishi mustaqilchi edi yani. Mustaqil. Uning aşı davlat söz bayan hukumi yaman mühim. Bir milletin hayatında devlet degan çok mühim narsa. Endi men bu meselede devlet meselesinde. Hoş. Benim oyamda eğer biz Uygurlar tarixda devlet kurup bakmagan, Kırgızlarga, Kazaklarga olsun devlet kurup bakmagan bir millet bo'lgan bo'lsa, u vaqtda bunun yolu başka. Mana hozir Tungallar o'xshaydi. Tungallar. Ya quruq bakmagan Tungallar. Hech qanday vaqtda. Biroq Uyg'ur xalqi necha ming yillik tarixidan necha 10 qatim davlat qurgan bir xalq. Bizning mustaqillik da'voyimizni
Başkalar itiraf kılmadı, halklar itiraf kılmadı, mandaksa, başkalar mendeki, mandaksa, mağduriyet mendeki, dep geçsak yani 20-30 yıllıkken Uygur İzmir'e var. İzmir'e var. Şunun için biz, benim yeni devlerim için, Uygur halkı, Hristiyan bilen köreş kıldı. Bırak kurallık köreşini çıkan barlık baskan kılın, bıraktık için onu müstakil için köreş. Bunun asla kılmaydı. Bu prensip. Bu kızıl çek. Bu çektin ağın kaç kesen olmalı. Çokum bütün teşkilatla kurallık göreş kılıç degen bu gapni nizamnamasiga çokum kirgizish kerak demoqchisiz. Kirgizish kerak. Men mutlaq qarayman. Çokum kirgiz. Yani aynı zamandaki Sirp zimini deb qaralgan şu Bosnalar, Boşnaklar yoki Kosovo hammasi bu mustaqillik da'vosi ilib borgan, hargizmi o'z taqdirini o'zi belgilash degan gapni qilmagan demoqchisiz. Qilmagan. Ular bo'lmasa ashla avtonomiyatdir. Avtonomiyani ait yaxshi yashagan. Biroq ular avtonomiya emas, biz dunyo millatlar qatorida qad ko'tarib chiqish uchun bizning mustaqil davlatimiz bo'lishi kerak degan ideyani ko'tarib chiqdi. Ham oxiri maqsadiga yetdi. Bizcha bizning narimizga boshqaladi. Bosniyaliklar qancha million? 1 million. Bizcha 25-30 milyonda xalq. 280 ming kishi o'libdi shu urushda 1995 atroflari. 280 ming kishi bediliga bir davlat mustaqil bo'ldi. Mustaqil bo'ldi. Endi biz ama biz milyonlarca o'lib ketdik. 1 milyon adamımız kurban berib bo'lsin vatanning mustaqilligini qo'lga olishimiz kerak. Men mana shuni tayyor. Men Kural tutanmasamma berip cemçilerin çayqançı berişteydi. İnşallah. Allah razı olsun. Hazır mevcut teşkilatlarımızda bu gap var mı? Hazır siziningcha mush hazır dünyada bir qancha cho'ng teşkilat var mesela. Dünya Uyghur Qurultiyi, Sharq Turkiston sürgün hükümeti, ma'rif teşkilatları, uningdan boshqa bir qancha teşkilatlar var. İsmi yadıma kelmagan. Bu teşkilatlarning nizomnomasida mushsil degan so'z bormi yo'qmi? Bu söz yok. Hozirgacha bularning hech qaysi yo'q. Nima uchun yo'q? Endi men buni nima uchun yo'qligining sababini tushuntirib beray. Bu teşkilatlarımızın hammasi iqtisodiy jihatda ma'lum davlat, ma'lum organlar bağlangan. İqtisadi jihatdagi bağlanış siyasi jihatdagi bağlanışni muqarrar paydo qiladi. Sen iqtisadi jihatga bağlanib qoldingmi? Senin siyasi programmani belgilaydi. Sana pul verayotgan odam sen programmani belgilaydi, siyasi programmani ular belgilaydi. Bizning tashkilotimiz shuning uchun mustaqillik degan gapni kurallık güreş diye gitmek yani bulan hepsi bağlandı. Nizamnamaga kirgizilmeydi yani. Yani bunun için ne kılış gerek? Bunun için Uygur halkı iqtisodiyot qattiq Hazır Uygur halkı iqtisodiyot qattiq yo'q. Men bunda bir misolni keltirib beray. Bizim nurg'un vatandaşlarımız Yahudilarni yomon ko'rdi. Biroq Yahudilar bugungi dunyodagi eng munavvar millat. Dunyoda eng munavvar birisi Yaponlar, birisi Yahudilar. Dahi Yahudilar dünya iqtisodining parovozi hozir. Dünya so'rab ketyapti. Dünya iqtisodini shular yenilik bizim kompüterlerimiz, bizim kolumuzdaki fotoğraflarımız, bizim ayrıklarımız, bizim maçlarımız. Hemiz Yahudilerin icadi. Bunu kimden alaydı? Bana boşuna bir millet.
bu millet bizim 120 yıl, 150 yıl aldığımız gidiyor. Bular 1900 yıllarda, yani 1800 yılın ahırlarda hiç qanday yerde bulanın hakimiyet yoktu, hiç qanday devlet bulanın hükümeti. Bırak bütün Avrupa'ya çekilip yürüp şu vakta Avrupa'nın bütün temir yollarını yasaç hukuku Yahudilerin kolunda var. Avrupa'daki bütün bankalarını Yahudiler kurgan. Aksiya bazarlarını Yahudiler kurgan. Birinci Dünya Savaşı'da 1914 yılı başlanan birinci Savaş. Nurgun devlette Yahudilerin bankalarını karz edip, vuruş çıkmak istedim. İkinci Dünya Savaşı'nda. Demek bu millet 2000 yıllık sersan sergardallıktan keyin dünyada kaç getirdik için nima qilish kerakligini tushundim. Men mandal deb ko'ray. 1900 yillardan tortib hozir Isroil zeminiga har yili 70-80 ming Yahudi ko'chib berib, o'zing topgan pul bilan ashadni yasib olgan. İsrail'in 20 ming kadar kilometr zeminini Yahudilar pul setib, ya pul to'lab suyitib berib, qurib chiqqan mamlakat. Uyg'urlar shunday roqtama, shunday jangvorliqdami? Xudo yüzüme şükür bizim vatanımızda. Yahudilar pulini ish qilib bir ziminlarni setib olib bir davlat qurib chiqdi. Davlat qurdi. Endi u bularni bunda qilishdi. Bu zimin bularning ati makoni. Milodidan 1200 yil burun shu yerda bular İsrail degan davlatni qurgan. Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalomlar payg'ambarlar. Shu davlatning podshohlari bo'lgan. İsrailning podshohlari bo'lgan. Şuna ahir özünün atı makanı qaytib kelib, şu yerden setilirken bir devlet kurup çıktı. Hazır İsrail'e dünyada 10 kuşkulardan birisi. Yani xulasida Uyg'urlar iqtisodiy jihatdan qattiq kuchlanish lozim demoqchisizlar. Sizce Uyg'urlarda iqtisod yo'qmi? Shu chet elda boylava deymiz, Sharq Turkistonda. Endi gap ko'ray, ha? Xo'sh. Bu bizim Qirg'izistonda milyonlarla ondan aşırı. Milyonlarla 10 mingdan aşırı. Ya ondan aşırı. Ondan. Aldı 700 milyon dolar oynadı. AK 12 milyon dolar, 5-6 milyon dolar. Karşılık Kırım'ı. 4 milyon dolar, 5-6 milyon dolar çoğunların çoğunlara. Fakat Kırgızistan'da. Kazakistan'da bunun 5-6 yaşı çıkıyor. Da milyonları. Sadece Kazakistan'da milyardır mı var Uygurlardan çıkan? Bularni kim kontrol qiladi? Hiç kim kontrol qilmaydi. Endi mana o'ylab bakın. Men o'tgan yilgi Tunyuquk belgilagan bir to'rdishimiz yilgi Amerika parlamenti Tibet'de 17 milyon dolar belge vaqtida bizning tashkilotimiz berayotgan pulni 10 yil beri bergan pulni e'lon qildi. Bunda graf tuzdi. Avrupa qanchalik berdi, Amerika Uyg'ur birlashmasi qanchalik berdi, demokratiya fondi qanchalik berdi. Ko'rib, ashuni ko'rib yig'ilgim keldi. Yani amaliy sonlar bilan tashkilotlarga berilgan pullarni oshkorladi degan. Oshkorladi. Ashuni ko'rib shunday yomon bo'ldim men. Demak, tashkilotlarning puli bormish. İnqilab qilyapti. Biz qahramon pul bilan inqilab qilamiz. Biz qahramon pul bilan mustaqillik da'vosi qilamiz. Biz mush inqilab, mush mustaqillik da'vosida hisoblamiz. Uyg'ur nim bo'ldi? Har bir Uyg'ur o'zini so'rayapti. Nim bo'ldik bizda? Mustaqillik yolg'irish, talmirishdan kelmaydi. Mustaqillik qon bilan, jon bilan keladi. Bizning yerimizda bir millat-ku yevrolar. Men o'tgan bir material qarsam, Amerikada 30 milyon aholi bor ekan.
4,5 milyon Yahudi varken. Demek Amerika ahalisinin 1,5% yetmekte Yahudiler. 1,5% yetmekte. Bırak Amerika'da en memleketinin âli mekteplerinde okuyuşlarımız 20% Yahudiler. Biz şimdi bu şu siliştirmelerine oylaganda adamın içi ot ketedi atkan. Endi bularning yerdan en mühim yeri kızlarını, analarını derdi. Ular mana haqiqiy ayol kishi kızlarımız milletin anısı deganini haqiqiy amalga oshiradi. Haqiqiy amalga oshiradi. Oğullarını ancak okutunu ketmeydi, çok okutunu okudu. Bırak kızların çok manıyordu. Barık bella boydu. Müşfa. Çünkü avu belimlik, anı belimlik olmasa o balısını terbiyeleyemeydi. Biz kadar kılmaz. Hep baktığımız 18 yaşına geçse kız oluyor falan hadi bir el verir, aram tutuyor. Hem de öyle bakaydı. 17-18 yaş kirgen kızala özü bilimsiz olsa öz tuqqan balını kandak belimlik terbiyeleydi. Uygur ata-analarmış oylap bakaydı. Özümüzün ballarımızga, kızlarımız için ağırsın. Kızlarımızı benimlik kılaydı. Kızlarımızı benimlik kısak, millet benimlik buldu, millet güçlüdür. Müslümanın oyunlaydı biz. Yine hem geçemez, yine hem geçemez. Yine hem olsa bizim kızlarımız benimlik bulsun. Şunun için bundan keyingi programmalarımızda biz İstanbul'daki mağribni, Avrupa'daki mağribni qaytadan qo'lga olishni, yani deyishni planlayapmiz inşallah. Yani demek ki sizler biraz timinin özü kelsak, baylar, Yahudilarning devlet kuruş meselesinde ilip bağlan vasıtaları da iqtisadi cihetten güçlenişini aldın korun koydu ve 20% yaş balla üniversitet okuydu deyişleri bilen mağribni birinci orun koydu demekçisiler. Hoş, bu ikilisi bizde yok. İkilisi. Birincisi biz kızlarımızı terbiyelemedik. İkincisi ballarımız terbiyelemedik. Birincisi ikili iqtisadi meselede Uygur bayları, sizler hazır davatlar, Kırgızistan'da 10'a yakın milyonlar var, Kazakistan'da milyardır var diler. Biz şahsen Mısır'da okuvatkan vaktimizde bir kir yuyish mashinasi alanmagan 6 o'quvchi, pulumuz yok. Bir uyda 6 aylan turatdik, shu siqilib qaqilib, issiq. Kunlik ko'ynakimizni jug'ich qo'llarimizni yuvib, har kuni issiq bo'lganlik uchun hozir revmatizm bo'lib ketdik masalan. Men shu vaqtida qolgan bir ta'sirdan shu vaqtidan bir kiralik alanmagan to'q. 2007 bo'layotgan ish. Demek ki Uygur baylar bu mağribki desmi sanmadı. Hatta şu vaqtdaki Mısır'a keldigan pulmu sandık degan nimeden kiletti. Chet eldagi bir qancha Uygurninki yardım bilan, ama umumeten onundan başka hiç qanday bir pul yoktu. Şu vaqt 150 junay pul berdi. Yani chet eldagi Uygur baylar Uygur mağribiga mablag' sanmadı. Bizning bu yerda ajizligimiz nima? Bizning tashkilotlarimiz, bizning ziyolilarimiz, bizning rahbarlarimiz Uygur bayları yeteklashni bilmaydi. Ben bundan bir misalını keltireyim. Bizim dünya teşkilatımız çıktı. Qaysi teşkilatımızda iqtisod komiteti var. Qaysi teşkilatımızda maliye sorti komiteti var. Sanallı. Yoki yok. Yok. Sen inqilab qilyapsan, sen hareket qilyapsan, bu senin kulağın kildiğin pulni o'ylab turib qilamsan ya o'ylamay turib. Her gün biz o'zi qadar o'ylaydiku deydi. Kimimiz o'ylaymiz-ku? Shunaqa. O'shini o'ylamaydi bizning tashkilotlarimiz hozirgacha. Nega bir komitetlarni qurib olgan, qarasang 15-20 komitet bor. İqtisadi xalq ochiq emas, iqtisodiy prinsipda xalq bilan birlashmagan va baylarni yaxshi ilib mangmagan. Eğer men bunday aytay, biz dunyoda 170 mi, 70-80 milyon Uygur adamı çıkar. Gap bu şu
Şu baylarını, şunda milyonlarımızı bizning milliy mustaqillik hareketimizga jalb qilish masalasi bor bular. Ular ishlanmaydi hozir. Bizning tashkilotimiz hech qachon ishlanmaydi. Shuning uchun ular nereye turadi? Agar shularni biz bundaqa bir tashkilot bo'lsa, tashkilotniki Maliya iqtisodiy komiteti, iqtisod komiteti bo'lsa, shu yerga iqtisodni bildigan ana shunday millionlarni taklif qilib akilib uyushtirib ular hozirgidek bunda insonlar tadqiqot qilmaydi. Ular bir turkum yoshlarni yig'ib İsrail'de Yahudlardan iqtisod ders berdiganlar akilib bolalarni tarbiyalab qisi bo'landi bo'lmamdi qayoqdiki yosh kadrlarni tarbiyalash bo'lsa har yil ochadi qurultay vakolatli millatlar tashkiloti bilan Shunaqa. Ünüm bo'ldimi shuni? Biz bir ish qilganda unumni qo'llashadigan unumni va qilgan ishimizdan unum hosil qilaylik. Bunda ketavermaydi. Bu iqtisod bizni hozir bizni bo'g'ib qo'yayotganda bizning hamma ishimizdan o'ta oqsab kelayotganda qo'limizda iqtisodning yo'qligidan bo'lyapti. Yani Dünya Uyghur Kurultayı'nın başka bir teşkilatlarda hatta muşunda kadrların terbiyeleş kursları mı yok? Yok. Mesela aslında ders yaptılar. Hem de bunda yege milyonlar adamlar, milyonlar pul tapkan iqtisodni tushungan adamlar qarab so'rayotgan bolalarimizni qarab mana hozir o'qitib qo'ygan odam chiqdi deb tarbiya bildirdi. Ana shundoq holat biz ashundoq bir holatni shakllantirib olsak chet ellarda uyg'urlarsiz yo'q xitoyning bismi yo'q uyg'urlarni bundoq qilib to'sadigan u vaqtda bizning iqtisodimiz biz birovlarning qo'li qilib bizning tashkilotimiz Rahman qo'li qarab qolmaydi. Rahman qo'li qarab qolmaganda siyosatni o'zi belgilaydigan bo'ldi. Hozirgidek siyosat rahman oldi qaraydigan emas. Mana yo'l. Bu yo'lni mamamsa o'zim. Yo'l mana. Jafolik yo'q. Sizlarcha buningdan keyingi mücadelede baylar ve xalq o'zining yenidan pul chiqarib, shunday ma'rif desmi soldigan odam tarbiyalaydigan ishni qilamizmi? Uludu. Gap u aşta kılalaydıgan yerge bizim xalqni milyonlarımızı yetekler ekilerişimizde. Yetekler ekilerişimizde. Hazır mesela bizdeki medya kuruluşlarını kuruşumuz bilen şahsen Qarindoshlik studiyasi qurilgandan beri biz hech kimninki nimasini tutmadik. Mayli qurultay tashkilotlari bo'lsin, mayli surgun hukumat, mayli boshqa ma'rif tashkilotlari bo'lsin, bütün teşkilatlarni iqtisodini oshkorlashga, ichida bo'layotgan yangilik yoki kamchilik, ijobiylik, salbiylik hamma narsani oshkorlashga, tanqidlarni qabul qilishga chaqiryapmiz. Bugungacha buning bir natijasi bo'lib, nurg'un tashkilotlar o'zida bo'layotgan ahvollarni oshkorlatadi. Masalan, ba'zi uqishmasliklarni nimaga mediaga chiqib turib xalqqa uqtiryapti. Bugun tashkilotlarning biroz xalq ochiq bo'layotganligini ko'ryapmiz. Ham bundan mamnun bo'ldik. Inshaalloh bundan keyin yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Qarindoshlarimiz savol so'radi. Bu iqtisodiy masalada biz yana portlash xarakterida bir programma qilmoqchiman yaqinda inshaalloh. Saudiyada bizningki millionlarcha pulimiz bor, Sharq Turkiston xalqining puli. Saudiya Arabistonda, Mekkada, Madinada, Taifda ve başka şehirlerde azdan bo'lsin-mi. Bularning hozir nimasini to'playapman men shu Mekkadagi Sharq Turkiston xalqiga mansub rabatlarningki tarixini bular ega bo'layotgan nozirlar, baylar va yoki ega bo'layotgan mas'ullarning kimligini va bu rabatlarningki iqtisodlarining nega ketayotganligini aniqlayapmiz inshaalloh pat yaqinda biz
Saudiya Arabistan'dan ibaret bu milyonlarca belki milyarlarca pulni Sharq Turkiston xalqiga emas, balki u bu yerga ishiltib yo'q qilayotgan bir tarixiy cho'ng xatolikni tepib chiqib, buni pash qilib, ya buni tuzaymiz, yoki bo'lmasa butun xalq olam oldida sharmanda bo'lganlarni sharmanda qilib, xiyonat qilganliklarini xiyonatchi deb yozib kitobga, bundan keyin Saudiya Arabistondagi boyligimizni qaytarib kelishga tirishimiz deb o'ylayapman, inshaalloh o'ylayapmiz. Chunki bu nima masalasida, iqtisod masalasida sizningcha mana mushundoq, masalan, Makkadagi Qashqarobodning o'zida million pul, necha million pul, hozir aniq sonini oshkorlamayman, necha million pul boshqa davlatga va yoki boshqa ishlar va yoki boshqa yonchiqlarga kirib ketadi ekan. Biz cho'ng tursak, tashkilotlar cho'ng tursa, mayli Saudiya Arabiston tashkilotlar bo'lsin, mayli Yevropalik tashkilotlar, mayli O'rta Osiyo, Turkiya tashkilotlar cho'ng tursa, bu pullarni qaytarib kelish ehtimolimiz bormidi? Yani dava ishlari. Chunki biroz amaliyotga ko'chayli so'hbatimiz. Gap bizning harakatimizga bog'liq. Abiyamizdan gap bog'liq. Agar siz shu qaytib agagan pullar tashkilotlar tarafidan yangilar kirib bo'lsa, bu pullarni keltirib turmayapti. Chunki u pullar baribir qaytarib olib bo'ladi. Baribir qaytarib agagan bo'ladi. Bunun nurg'un yo'llari bor. Gap biz harakatni boshlagan. Masalan, qanday harakatlarni bir ikkisini misolga qo'ysak edi. Endi men niyati bir degili bo'ladigan masala, ya'ni maxfiy masalalar o'zimizda qoladi. Uni demasakmi bo'ladi. Degili bo'ladigan chunki bu masalada biz hozir iqtisod davosini zaten hammadan deyishyapmiz. Masalan, Uyg'urlar buni Qur'oni Karim degan aslida. Bi amvalikum va anfusikum deb. Hatta Qur'oni Karim oyatida amval, mallarni, boylikni oyatning beshiga olganda mal, boylik bilan u kurash qilingan, musulmonlarga yetilganda boylikdan keyin jon kelgan. Bu boylikni iborat, bu narsa bizda yo'q. Ammo jonning borlig'ini hammadan hozir sizlar bilan biz suhbatlashayotgan vaqtida qarindoshlarimiz inkosda yozyotdi. Bizning jinimiz paydo mustaqillik uchun dedi. Herhalde jon u bu yerda bodek ko'rinyotdi. Mayli izib ketib boshqa davlatlarga ketgan qarindoshlarimiz, boshqa partiyalarga qatnashib ketgan qarindoshlarimiz bo'lsin. Mayli qayerda bo'lsin, bir jonni ko'ratimiz, ammo molga kelganda biz uni xo'sh. Men xalqimizning chet davlatga ijtimoiy xalqimizga men 100% ishonaman. Biz hareket boshlaganda biz naytizdan aytganmiz. Endi siz boya degan ular boylikdan qaytib kelish masalasida qanday ma'muriy tadbirlar bor? Ma'muriy jazolash tadbirlari bormi yo'qmi? Yani bizning studiyamiz, yani haqiqatni o'tirg'a chiqish uchun qurilgan bir studiya. Faqat uni biz xalq ilmiy narsalarni yig'ib, isbotlarni yig'ib xalqqa oshkorlaymiz. Hozir bizning qiladigan birinchi qadamimiz bu. Ammo ma'muriy narsalar boshqalarni sizlardan so'raymiz yani. Keyin bo'ladigan ishlar. Chunki bu bir boshlanish. Bu bir boshlanish. Zaten bizim yaqindan beri o'ygandik. Bu jihat. O bayrak baribir tarafının qo'li qaytib keladi. Gap biz ularga ma'muriy bir tadbir qo'llanadigan olib kelganda. Men nima deb qurolli kurash masalasini qo'zg'ayapman. Gap yana aylanib yana qurolli kurash kelyapti. Men ba'zi masalalarni tafsilroq to'xtalib beray. Xo'sh. Biz mesafadan da hesaplasak 70 yılga yaklaşık kaldı bizim çeteler görüşümüzde. 90 yıllarda 2 yıl bizim hareketimiz canlandı. Bütün dünya biliyordu. Bulakma Dünya Uygur Kurultayı Uygur meselesini kararlaştırışta yaş kademden aldı, çıkışlarını kıldı. Bırak.
Xalqaralaştırışning bizga ziyini tegdi. Buni e'tirofimizga bo'lmaydi. Xalqaralaştırışdan Uyg'urlar ziyon ko'rmadi desak bo'lmaydi. Xalqaralaştırışning natijasida bizning tashkilotimiz iqtisodiyot boshqalarga yaqin bo'lib qoldi. Shunday bo'ldimi ya? Bo'ldi. Bir qism tashkilotlarimiz. Bir qism tashkilotlarimiz. Endi yana bir qism tashkilotlarimiz nima bo'ldi desa, yana bir qism tashkilot mana Ramazon kelyapti. Xo'sh. O'sha zakat chiqarib. O'sha zakatni biz qancha loqma tegadi degan holat qoldi. Sadiq bilan yashadi. Amal yo'qmi yoki ashna shu yo'lda bilib oldimi? Bu yani teşkilatlarımız için pozitifsin asal yolu yapıldı. Hem bizim teşkilatlarımızın en yaman yeri Pulni asan qilib olganlik uchun. Ben işte tutkan pulun hakkında uzanın halkın gibi savaş vermesi. En yaman yeri. Eğer savaş vergende başkası var. Tutkan pul şu teşkilatının rehberliği tarafından kanda işletildi. Özür dilerim. Yemek istiyorsun. Halbuki biz maqulni nega Çünkü halkta iqtisodiyat bizning tashkilotimizga ishlaydi. Iqtisodiyat. Baylarımız takmışsın. Bunun en yaxshi çaresi bizim teşkilatlarımız bilimi keşfemek. İqtisodiy komitetlarni, Maliya siyosat komitetini qo'shdi. Bu yo'l bo'lishi kerak. Sen mustaqil uchun da'vo qilyapsan, qo'lingda puling bo'lishi kerak. Qonun qo'lga bilan sen mustaqil qo'lga olmaysan. Qonun qo'lga pul baribir qonunga bir kilo pul to'playsan qanday qilsa, sen bizning gapimizni olmadingda, qayoqqa borsan? Şunun için ben cevaplarım iqtisodiyat Uyg'ur qattiqlarsa to'g'ri endi biz qurolli kurash rasmiy tashkilot qurolli kurash tushgandan keyin Ahmed Nurg'un davlatda matbuot menejer Nurg'un yordam qildi. Bu birga. Biroq hozir biz shu ishlarni tayyorlab turib olsak, biz avval iqtisodni o'qitishimiz kerak. İstanbul'un olmaydı. Davamızda geçer. Kaçamız kapının kola kola geçeymez. Mağdur müjde kiberek müjde maçlık verek kiberlik. Kaçlık verek şunu bırakırız. Onun kollar koşlar mı? Onun kollar azıcık bitendi. Başta yaşamda. Başında bu aşk kolda inkılap falan da. Aşk kolda vatanın müstakilin kolu çekirelim da. Çetlerler bütün Uygur halkın muş mesleğine oyunu çekmiyor. Bir qism tashkilotlar chet elninki mablag'iga tayinib turib ish qilayotgan tashkilotlar bor. Vaqt kelganda chet el mablag'ini to'xtatib etganlarmi bor. Va yoki sen bu mablag'ni olgandan keyin ma yo'lda mengishing kerak deganlar bor. Ammo yana nurg'un tashkilotlarimiz xalqning puli bilan mengyotidi. Uyalik yana a'zolik puli bilan. Masalan, sizning so'zlarda yana bir narsa his qilyapman. Pul bergen xalq cho'qim shu tashkilotlarning nizomnomasiga qurolli kurash qilish degan bu so'zni nizomnomasiga qatsang pul berma desa bu to'g'rimi xatomi? Bu yo'l, bu bir amal. Bu tashkilotlarimizni xalqqa umid berishadigan bir yo'lga majburlaydigan yo'l. Vosita bu. Bu şundak vasfını kullanıp bunun zamanlaman manda gap yokken sen geniş yoldan öten müstakil kılalım sen mindep magapni kirgizmeyse dep şu teşkilatta eğitalardan bulsun. Teşkilatlarını halk soraktatarlardan bulsun gerek. Teşkilatların kıvat karşını maşallah devamlısı gerek. Minik kalkıtlardan bulsun gerek. Tanqid qila olishi lozim demak. Qiladigan bo'lish kerak. Bizning studiyo bir qancha tashkilotni tanqid qilib qo'yib, hozirgacha uning da'didan qutulolmayapmiz. Buna bizni nachar. Bizni nachar.
Bir obdana ya tanqidimiz siz o'zingizning qilgan tanqidingizning to'g'ri yoki xatoligini siz o'zingiz tavsiyalaysiz. To'g'rimi? Albatta. Yani seher men magiyatlarni matashkatni odamlarga qilgan vaqtimda bular shu gapni qanday qabul qildi, qanday radiya berdi yoki qanday muomala bo'ldi deganni o'ylaysiz. Endi bizning tashkilot rahbarlari shuni o'ylayotganmiz. Hüseyin Tecelli bundan dedi bunun işki yıkı olmayman dese bu adamlarni men inqilab deb qaramayman. En az 5 programımız bekor qilindi bizningki. İlmiy tanqidimiz tufayli. Ama bunundan texim jonlandik, jasorat oldik. Bunundan keyin hatto siz degan tashkilotlarni iqtisodiy ahvolingizni millatga oshkorlaysiz deb ikrarlarga so'rab chiqishimiz mumkin. İnşallah. Qarindoshlarimiz navajjiq savollarni yozyapti. Hammasini xotirlab menyotyapman. Aziz qarindoshlar, men ma'lum xo'sh. Nasıl toplumdaki Kur'anlık kurash meselesinde Xo'sh. hozir nurg'un talafotlar bor. Men nima Kur'anlık kurash meselesini ta'kidlayapman. Nima nechizlar mushmasini topshiryapman. Asal albatta buning sabablari bor. Men shu biz bilan bizim haqiqiy dushmanimiz. Ki karta biz qanday muomala bo'lyapmiz diye mesele ben kurallık kurash qanday vaqt yuz berdi. Kurallık kurash sen düşman bilan kelishmaydigan holatda kurallık kurash qilmoqsan. Kelishadigan vaqtida tinchlikdan suhbat bilan o'tsa. Ama tarixdan beri Xitoy bilan biz hech kelishib boqmadik. Xitoy mukammal ishlayapmiz. Xalq bilish kerak. Xalq kelishamiz. Sen hech qachon kelishmaymiz. Bilish kerak, bizim tashkilotimiz bilish kerak. Kelishmaydiganligini bilib turib, biz bilan kurash qilmasa, kimni oldiganlik qildi? O'zinimi, xalqnimi? Yani Shira ustiga chaqirishimizni to'g'ri emas demoqchisizlar. To'g'ri. Xitoy kommunistik, zolim, terrorist hokimiyati bilan Shira ustiga kelishning o'zini bir xatolik demoqchisiz. Shira ustiga kelmaymiz. Men hozirgacha mujohid bolalarimizni hurmatlayman. Men hozir aytib qo'yay. Mujohid bolalar bizning Sharq Turkiston Cumhuriyati mustaqilligining umid yulduzlari. Ular bizning umidimiz. Biz Ezib ketganlarmi? Billa. Hammasi ezib ketganlar. Chunki biz yo'lni tanlayapmiz. Yo'lni tanlagan vaqtimizda ezib ketib, qaytib kelib ezib yo'lni shundoq bo'ladi. Hammadan tug'ilish bilan yo'lni tepib olgan bo'lmaydi. Biz yo'ldan tepmaymiz. Men xalqimga shuni deyman. Chet ellardagi 70 yoshgacha bo'lgan barliq her ayol demay, yosh er demay, boy kambag'al demay, bilimlik bilimsiz demay, butun xalq Xitoy bilan bo'lgan mustaqillik mujohidlarimiz yetib men aslında oyanba bir necha kun tavsiya qildim. Barliq qurolli kuchlar bir bayroq ostida yig'iladi. Bir bayroq ostida yig'iladi. Ya'ni Sharq Turkistonning mustaqillik uchun olg'a deydigan bir bayroq ostida yig'iladi. Bu yerda ben Twitter'dagi efendim bir so'zni qilib shu yaqin qilgan nimasida namoyish qilamiz dedi. Bizning Xitoyda boshqa dushmanimiz yo'q. Bizning bir dushmanimiz Xitoy bosqinchi hokimiyati. Men bu qilib bizning Xitoyda boshqa dushmanimiz yo'q. Bunu dushman qilmanglar. Qurol tashkilotda men qurol tashkilotimizga istilab qilaman. Uning ustiga tarixni bilgan odamlar hammasi biladi. 44-yilda Sharq Turkiston Cumhuriyati qurildi. 45-yilda aprelda İlhan To'ra boshqargan Sharq Turkiston hukumati milliy armiyani qurib chiqdi. Sharq Turkiston milliy armiyasi qurildi. Muntazam milliy armiya kuchlangan vaqtda 40 ming kishilik armiyaga yetdi.
Bırak bir sohbet bilen 40 bin kişi çıkarmaya, 12 bin kişi çıkarmaya küçültüldi. 11 betim bilen. Armiyanın cengarlık yok oldu. Şu sebepten Komünist Xitay armiyası kayında bulan Nayt Asallar Xitay Xalq Armiyasının 5. korpusu yapısı koşuldu. Koşu verip 54. yıl gelgende Xitay Merkez Harbiy İşler Komitesi bir buyruk çıkardı. Cumhuriyet Xalq Azadlık Armiyasının 5. korpusu emelden kaldırıldı. Ve milyar ne yok oldu. Biz şu ecdatlarımızdan ağırlattırıyoruz. Biz çetlerde çok Şarkı Türkistan milyarımızı kaçırıp koyup çıkıyoruz. Maşallah. Bu yeni bir fikir, yeni bir ideya oldu. Fikir. Çokum kurup çıkışımız gerek. Bunun da iş kandak kullanmamız. Ben şunun için bazı teşkilatlar, kural teşkilatlar buraya kelime diyelim ki. Buraya kelime var. Bir başka kelime var. Biz Şarkı Türkistan milyarımızı koyup çıkıyoruz. Yani çeteldeki kurallık Uygur teşkilatları ismini Şarkı Türkistan Milli Armiyası özgertiş gerek demekçi misin? Özgertiş. Çünkü sen şu halkın, şu toprakның adımı sen. Şu aziz toprak seni tutan. Şu aziz toprakın su içip mayetyon bolgan sen. Şu aziz toprakны müstakillikka eriştiriş senin vazifen, senin mesuliyetin. Şunun için Şarkı Türkistan Milli Armiyası kurup çıkış meselesinde ben bazı yollarını meyvatı ben yani bu hemen aşkar atışını açıyor. Bırak biz Şarkı Türkistan Milli Armiyası çok mutluyuz. İnşallah. Eğer armiye kurulsa ben şu armiyenin teşvikatçısı bulaşka özelliğini namzat göğüstüm inşallah. Bu vakta Milli Armiye'nin çokum teşvikat bölümü, yenidirim bölümü hemmimiz kılıyordu. Biz çokum acı. Vattanımız ki öz vaktiki 45. Muntizim armiyenin barlık keltiri olup bana Xitayni titirtmen degen, dünyanın titirtmen diye Uygur kuşu olamayız gerek. Bunun deyken zamanımızda kompüterde oturuyoruz. Hazır devir elektron üçür devir. Bakma. Biz şu devir yaşavatmıyız. Şunlaşta bütün dünyadaki hem devletlerde gidip hakkırla koşunu var. Hoş. Ben Uygurların hakkırla koşunu kırıp çıkıyor. Bizde adı çetelerde ne çıkıp bulduğun kompüterin 5 koldaki bulduğun programı işleyerek vallahi bak. Bugünden bir koşun kurarsak, bunun da benim en kısıratlı yerim, kısıratımız, ben bunun da barlık milyonlardan yardım sorayım. Biz Mısır'da farklı koşunlu bir teşkiller kurup çıkvarsak, buranı terbiye yapılan devletten söz kıskan, bizim şu ballan terbiye yapılan devletlerimiz var, farklı koşunlu terbiye yapılan dünyanın en küçük farklı koşullu şu devletler terbiyelendir. Yani sözleşken, biz şu vakta bizim farklı koşunlu her günü, her saatte Xitay'ın teslimleri var. Bir gün maliye setimiz var, bir gün bank setimiz var, bir gün armiye setimiz var, bir gün marif setimiz var. Her günü toxtumay bir oturup bugün kıtırdığın Xitay'ın aram ağzınadığın bir alet şekillendir. Biz bir stüdyonu kurup hazırgıca bunu torbet yötkeş meselesinde şunda kıyınılıvatımız. Bununla bizim Uygur torbet yasaydıgan veya ki bununla yardımlaşıdıgan hatta bizden videolarımız, sohbetlerimizin bir YouTube atıdığan kırındaşlarımızın nait test taptık veya ki tapanmayıvatımız. Bu cihette sizince aşk hakkerla kırındaşlarımız buna yakın kiler mi? Yani halkının iddiası bir mesele var mı yok mu bu köreşte? Yani bu Xitay'a karşı bir halkımızda İddiasını özümüz karşılaştırmak topkan. Rasketini kılay. Halkının iddiyasını özümüz karşılaştırmak. Bugün Rasket'nin hemen kıpırın bizge.
Biraz gap batmayın. Biraz halkını özümüz katlanır. Halk ne? Muşi inkılapının, müstakillik görüşünün işçisiga guman bilen karaydigan halkı özümüz ekep koyduk. Bunu tenamsak olmaydı. Bununki mesulları kim? Onu ata görüşmeyeceğiz. Aldı ben üzerine uzatayım. Ben bir ziyali bir müstakillik gençsiz oturup halkımca şu işe veremedim. Halkımıza Şarkı Türkistan çok müstakil bulundu. Biz çok müstakillik erişimiz. Biz mi başka devletler, başka milletler olacağız? Dünyada kaç kültür tükalayımız? Deydiğim bir işe ben veremedim aldı ben. Ben bir ziyali oturup. Ben veremedim. İnşallah bundan kim birimiz birlikte. İnşallah. Bizim vazifemiz mi o? Biz halkımıza işenç, ümit ata kılış. Bizim vazifemiz. Halkını itekleş. Halkka yol mavu da. Biz şunu kılamız. Liderler teşkilatla. Ziyaliler. Ziyaliler. Ziyaliler bununki en çok mesulları yani. En son mesul. Bunun sebebini mi kısaca bakayım bunu? Ziyaliler nima uchun bu zamanın emdilatin oyg'onayotir bir qism ziyolilarimiz bu nim bo'lib ketdi bu ziyolilarimiz. Bu yer bunda bir mesele var. Ziyalinin ana yama yeri hem ziyalinin kalırsa özgür çıkan fikirler olur. Hoş. Ve şu çıkan fikirler sebebi de ziyaliler kıtılanmadı. Kıtılanmadı. Bunu hazır o Nimedeki Karahan inimiz, Abdülhamit Karahan inimiz Ziyaliler topluluğunu kurduğu, bunu da 140 ziyali bakaka kıldı. Şu yerde mi? Şu yerde mi? Ziyaliler topluluğu. Ademli tıtıgıdek bir nesil göremeyiz. Bizim ziyaretlerimiz Ziyalining ichida ziyoli topolmayaptimizdan. Ziyalilerimiz halkını bana aytat topla, aytat ziyaliler topla. Biz ziyalilerimiz aldırdan öldür bir ideyayı birlik kendiğen bir ağabey şekillendiremiyoruz. Bu ideya ne mi? Müstakillik edilmez. Müstakillik edilmesi ne mi? Şarkı Türkistan Allah Teala bizi başlayan bir zemin. Bu bizim vatanımız, bizim cenimiz. Biz şu cenimizle koyduk. Muşnundan, koğunumuzdan numus kıldıgan bir horor bizde payda bulmayı var. Bu mesele ben Çeçenlerge ben korkayım. Çeçen milletini hürmetleyim. Bunlar 1 milyon 100 bin 1 milyon 200 bin Çeçen var. Şuların Çeçenistan'da Cumhuriyeti var. Şular Rusya'da müstakil çalışıp uruşup 300 bin Çeçen kurbanlık var. Hazır 1 milyon yetmedi Çeçen'de. Cevher Dodayev'tek, Aslan Mashat'tek milli kahramanları meydan koydu. Yani hület etti o. Hoş. Şuların kanları bedlige hazır bunda Çeçenistan basınız, Çeçenistan Rusya'nın federasyonu içinde bırak üstün limisi fakat namda da Rusya'nın tepki. Çeçen armisi gözünde hayran kalsın. Yani Rusya'nın kol ostida Chechen armiyasi ve taraqqiy qildirildi yani bu yerdagi nurg'un narsalar. Taraqqiy qildi. Ular Chechen armiyasi ekib Nemisning harbiy maslahatchilarini, Yahudan harbiy maslahatini ekib, o'shanlar beradi. Dostoniga ekanmaydi o. Bu erkinlikni urush qilib qo'lga oldi.
Yani aşımcılık erkinlik, aşımcılık yani. Ben hayran kıldım bizim boğan milletlerinde. Özellikle daim sorardım bizim boğan milletlerinde. Hiç 200 yıllık müstemlik hayatı Uygur halkının kendini tek soğudu. Kendimiz soğuduk. Şundaq. Qenimiz acayip soğuk ketdi. Eski biz Cesaret kanmaptı bizde. yaylak medeniyet devrinde cenk var bir millet. Attığımızın toyakları basılgan, yakınlıgan bir milletti. Adım ne oldu? Mememiz özümüzü taraftan ne oldu? Orumuz duruşunu çıkarışını gerekten hemen böyle fakat. Ve şimdi mutluğuna bakın. Kendimiz bir kayıttaydı. Kendimiz kaymısın. Kendimiz dostumuz kadar düşmanlarımızı kaymısın. Siz adı dostumuz kaynap kalacak. Xitay ayadı qilib Uyg'urga qeni qaynavyotdi. Qeni qaynaydi. Açıqlaydı. Dədini Uyg'urdan aladı. Xitay to'g'risi hech narsa deyolmaydi. Bir-biri çiğmak saldı, bir-biri yaratmaydı. Bizim ortak bir düşmanımız var mı Xitay? Şundaq turuqluq yani bir-birimiz bilan bunu tanışımızda. Şunu deyman, mustamlikchilik bir millatning yomon oqibatiga olib keladi. Devletning bo'lmasligi bir millatning psixikasiga yomon ta'sirlandi. Bir qarindishimizning naq maydondan telefon kelib qoldi. Bir savolini anglab baqsak, undan keyin so'zlarini davom qilsa. Qanday bo'ladi? Mayli. Assalomu alaykum qarindishim. Hüseyin Ustaz, Azat Efendim, şükürler selam olsun. Ben Avustralya'dan orvatımı. Size bir soru sormuştum. Hüseyin Ustaz, ben aldı bilen sizge abay torbet doğrusu gap kıldınız. Eğer kalsanız torbetinize ben yardım kılmam. Numarımı aldınız benimle alakalısanız. İnşallah torbetiniz bende. Allah razı olsun. Şimdi Azat Efendim'e ben bir soru koyayım. Abay dedi dünya Uygur diyen barlıq teşkilatlar korallık ne bileyim her qanday vasıta tanlamasdan Şərq Türkistan müstəqillik hərəkəti üçün köreş qılımız degan narsani özünün nizamnamasına kirgizish kerak dedi. Hem de ularning dünya Uygur qurultayı nomlabay Hüseyin Ustaz deb o'tgandek ularning o'zining sababi bor xalqaro siyosiy vaziyatda Yevropa İttifaqının Xitoyning devlet bütünlüğünü qoğdağanlıq şumusda kıvatımız deydi. Hem de ben çünkü yalnız Azat Efendim'le emas, nurgun kişiler Azat Efendim'le deginiga qo'llaydigan nurgun kişiler var. Şu Dünya Uygur Qurultayını bu noktada tüzətsanlarmışını kirgizsanlar deydi. Hem de ben bir o'ttir yo'lni deb baxsam, Azat Efendim bunu bir o'ylab baxsam cevabını bersa qarshi. Mesela siyasette bir taktik var. Türkçesinde de Türkiye'nin görüp danışıklı dövüş deydi o. Mesela biz Şərq Türkistanlıkla, muhacirler ittifaklaşamayız deb cık kalkışayımız. Əməliyyatda biz bu en çok acizlerimizni bir fırsatga aylandıra alayımız. Bu taktikin ismi danışıklı dövüş. Yani nimisi göz karşı okşamagan taraflar birbirisiyle dövüşüdü, yani talaş tartış oldu, cidelleşiyordu ama bu danışıklı yani aldın planlanan buluş gerek. Mesela iki taraf göz karıştıkiler, ben müstakillik demedi, yakınmanı varsa ammedi diyen bu talaş tartışını görünüşte talaş tartış olsun mu? Ama rehberler özünün içinde, her kayısı teşkilatlar bir yere gelip bunu Türkçe yönetebilse, yani bunu başlayıp itman alsa, kontrol kılalsa, bu əməliyyatda bizge bir güç bulmadı o. Birisi bu nizamnameyi almadı, birisi almadım dedi. Bu talaş tartışını işçide kılalap kontrol kılmalısa bir otur yol peyda kılalsa Allah kandak. Müştüm kandak arayız. Bu otur yol meselesi de Nurbaden'le birlikte radikallar karaydı. Milliyetin radikalı. Ben buna
Muş meselede dünya Uygur kurulu emas, başka teşkilatın hangisi? Ben Muşunda bir cümle sözünü kırmızı gerek dedim. Bırak ben bu sözün ismini tanımıyorum. Hiçbir teşkilat. Çünkü teşkilatların özünün şarayeti karıştırıyor. Doğru mu? Şarayeti karab, bu hafta halk tükençilerge vaxtıda, halkta. Çünkü her kandak teşkilat sen kurulduğuma halktan mesul buluşun gerek. Halktan mesul buluşun. Halk tükençilerge vaxtıda bizden ahvalımız mağdur. Avrupa'da mandak, Amerika'da mandak, Almanya'da mandak. Şunun için biz müstakillik taraftarı, biz müstakilçi. Bırak zamanı marketin kirlisi kadar mandak ahvalımız var. Halkta bizden komandaki raketi yetiş gerek mi kanda? Betalandık teşkilatını. Yani prinsip cihetten qog'ozga yozmasaqmi xalqqa buni ochiq oshkor deyish lozim demek. Yazmay kalbinge yaz. Her kanda müstakillik davasını her kanda kadar kalbinge yazsın. Men Türkiye'nin müstakillik için kurallık kurashni o'sgan barliq vasitani qo'llayman deganni har bir Uyg'ur qalbiga yozsin. Agar ruxsat bo'lsa men bir savolimni endi aniq nim qilasam. Mesela meni sormoqchi bo'laman, ko'rinishdagi narsalar siyosatda boshqacha bo'ladi, perdenin keyini boshqacha bo'ladi-ku. Masalan, Iroq-Iron urushida Amerika Iroqqa butun qurol-yarog'ni hamma narsani berib, Ironga hujum qildi. Ammo urushning toza o'rtasiga kelgan vaqtida Ironga perdenin keyinden qurol setdi. Bu keyin İran skandalı deb shunda cho'ng voqea bo'lgan, ikki tarafga nim qilgan. Ko'rinishda Iroqni qo'llayotgan bo'lsin. Ya bu siyosatda bu taktikasini danışıklı dövüş yani görünüşte sokuşudu bir-birisinden ama perdenin kendi tili bir olduğu. Şunun için bizim teşkilatlar bunu kılalamdı. Benim sualım sizce bizim siyasi rehberlerimizden bunun seviyesi yetmemdi o. Yakılmasa görünüşte bir nimi kılıp ittifaksızlıkta görünürsün mu ama perdenin kendinin bu talaş tartışını, bu ciddiğini kontrol kılıp perdenin kendi emperlik kılalamdı. Bu taktikini sizce işiltelemdi. Yani sizningki danışıklı devish degan gapingizda men kelishib turib urushish deb tarjima qildim. To'g'rimi? Nima tarjima qildingiz? Kelishib urushish. Evet. Kelishib turib urushish. Hem de teşkilat rehberlerinin, sizin sana cevap versen, teşkilat rehberlerinin seviyesi kurtaracağız. Bazı rehberler, siz etkandek, sahnenin aldıda, sahnenin arkada hareket tutup, sahnenin arkada birleşip durup, sahnenin aldıda, hem öz fikrini saklayan alet tutup, bazı rehberler bunu kılalaydı. Bu bir sanat. Siyaset sanat bu. Bırak bizim teşkilatımızda köpleri şikinen cidelini beraber kılakın arası yayıtılan yalgan karım karıştıkla rast karım karıştık aydandırıyordu. Şunun bile buna hazırlıca bizim teşkilat rehberlerimizin artık cidel macera dalaş tartışlar neymi ise gelmemiş. Ameliyatta ameliyanın maksadı bir müstakillikte. Birisi A yolda mağmandaydı, birisi A yolda mağmandaydı. Birisi senin olan hata değilsin. Bu senin olan hata degenin asla yeşil oturup kire ma karnı akıta kırış olaylı. Dep kısa buludu olsun. Bırak bizim teşkilat rehberlerimizin seviyesi. Bazının yetti o seviye, bazının yetti. Ne şunu orada karayın ne şunda kılış gerek. Nasıl de? Karnı akı ötüp gelişine biliş gerek. Teşkilat rehberi boğan adam. Millet bizim kadar oldu. Bizim güzel macerası bütün kalıp kendine eğilip. Bazıları bir kitapta karıştırılır. Tibetlerde Tibetlerde Dalai Lama'nın 50 yıldan beri 60 yıldan beri
tejlik usuli bilan ish qilamiz degan bu nizomnomasi keyingi Tibet yoshlar harakati biz qurolliq ish qilamiz degan gapni ko'tarib chiqdi masalan. Bu şekilde bugungi tashkilotlarimizning orasida Sharq Turkiston mustaqillik uchun qurolliq ish qilamiz degan tashkilotlarni ichida ma'lum darajada qo'llab turib, teshida bek qo'llab ketmasimi, ichida qo'llab turib, shu tashkilotlarning mavjudligini saqlasak yaxshi bo'ladi demoqchimisizlar. Ya'ni qurolliq tashkilotlar qurilsin demoqchisiz. Ya'ni qurolliq ish qilamiz deydigan tashkilotlar qurilsin demoqchisiz. Ko'paysin. Biz daha kasıp payda qildik. Yana bir savol so'rasam bo'ladimi? Husayn apani bekcha savol so'rab ketdim shundan so'ng. Bo'ldi, qisqaroq so'rasli bo'ldi, chunki boshqa qarindoshlarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin, ammo jur'at qilib, jasorat bilan telefon qilib so'ragan qarindoshlardan. Bo'ldi, so'rasangiz bo'ldi. Bu. Endi mesela qurolliq tashkilotlar, men shunday qarayman, bir davlat mustaqilligi qurolsiz bo'lmaydi. Ama vaziyet vakti kelganda qurol erish kerak deb qarayman. Ammo bir narsani sizdan so'rsam, bu qurolda bir turadigan yer ve çünkü qurollarla aksish tugaydigan shu. Bu balkim oylarcha, balkim yillarcha suradigan bir mücadele, bir kurash yo'lidir. Shuning uchun buningga oqsat ta'minoti kerak. Lojistik. Buningda mesela yemek, o'q-dori Amerikan yaralanan işletmen doğru gidiyor erbi nemeli analiz kısak mı? Sizce bu aksep devleti hem turduğun zemin kaysı devlet oldu? Endi tam bu sualımızga ben cevap versem bulmadı çünkü Bek ameliy bir sual oldu. Biz hazır toplavatımız adamlarını mağlumda yığıvatımız. Bunu ben bir açıklar vermeyim. Tekrar. Allah razı olsun. Bu hiç kısı yok. Plan dolayı diyendim. Yani cevap nayet yaxşı bo'ldi aslında. Doğru mu? En yaxşı cevaplı verdi. Buldan sonra rahmet bizim sualım tügütü. Bo'ldi, sizga rahmat. Bu torbet ishlarida yordamlashaman deganligingizga rahmat. Ben bilan aloqalashishim shu nomerdan aloqalassangiz torbitingiz menda. İnşallah. Allah razı olsun. Ko'p rahmat aytaman, yani inşallah. Rahmat. Allohga emanet. Aziz qarindoshlar, yani sualı bor qarindoshlar, shundaq naq maydondan savol so'rasanglar bo'ladi. Yani telefon, WhatsApp numaramiz ekranda bor. Telefonda so'rasanglar, Azatgan bilan bevosita salomlasha olasizlar, ko'rishib savollaringizga javob ola olasizlar. Demakki bizning ziyoli ustozlarimiz, jurnalistlarimiz hatta bu inqilobni boshlab bo'ldi, ya'ni bu jangni boshlab bo'ldi. Ammo siyosiy güvenlik, yani bexatarlik tufaylidan hamma narsani bu yerda deb bo'g'il bo'lmaydi. Xo'sh. Çünkü Xo'sh. Ben işin burun müşketini kığa vaktinde biz bu işleri bu çıkıp doğan. Yani burun bu işleri kanda orlatırız gerek, nerede kısak buldu. Bunun için biz naip nurgun işlerde asasen Suriye'de vallahi çekindirek işlerini orada işte bak. Bu işlerin bu yoldan gidip durdu. Bolu vardı. Ben boludu. Allah razı Çünkü olsun. biz eğer biz tahdit payda kılamızsak o vakta biz yine hakkı getiriyoruz. Bunu 20 yıl oldu Xitay uygulanan terörist. Biz iş kandak iş kılmaydık terörist oldu. Demek biz iş kılamdık, kılmamdık Xitay'ın o terörist diyen kalıpkı bizi değil. Yani birazdan oldida bir qarindishimiz deganda agar bir savolni so'raganda, agar biz qurolliq kurash qilish nizomnomasini tashkilotlar o'zining nizomnomasiga kirgizib qo'yib qolsa, xalqaro bizni terrorchi deb demamdi degan savoliga siz hozir javob berib bo'ldingiz yani. Xo'sh. Uningdan keyin yana bir narsaga javob topdim men hozir. Dalay Lama'ning tinchlik harakati, uningdan boshqa Filistin meselesi, mesela Yasir Arafat'ınki tinchlik bilan hal qilaman degan masala. Bir qarindishimiz yozibdi inkasda. Filistinni tinchlik bilan hal qilaman degan odamni bir umr da'vo qilib oxiri zaharlanib o'ldi. Yani o'ldi demakchi, normal zaharlab o'ltiribdi Yasir Arafatni. Shunga o'xshaganda biz bundaq
ishga tushib qolsak bo'lmaydi. Ham Azat Qosim akamiz o'ttirg'i qo'ygan qurolliq masalani biz 50 yilga emas 5 yil ichida qo'yishimiz kerak debdi. Buni qanday qarayli? Ya'ni sizlayotgan bu masala 5 yil ichida yuz berish kerakmi? Men hargiz 50 yil demedim. Yaxshi, sildimilar uni men xato. Benim fikrim biz suratda Xo'sh. Türkistan Milliy Armiyasini qurib chiqib, Xo'sh. hareketini en kechikkanidan ishini boshlashimiz kerak. En kechikkendi mi? En kechikkanda 2-3 yilgacha Xitoyga qarshi qurolli harakat boshlashimiz kerak demek. Yani hech qachon 50 yil qanday ketdi? Yo'q, u 50 yil deganni men o'zim qatdim, ya'ni boshqa tashkilotlar uzun yil yetishib ketdi, ya'ni Dalay Lama, Yasir Arafat boshqalar jiq ish qildi bu jihatda 50-60 yil 70 yil harakat qildi, ammo bo'lmadi bu ish. Hozir bir qarindishimiz Qo'lmadiki ketib qoldi degan gap. Dal bizning hozir holatimiz. Yaptık, bir metre 30 yıl yaptık. Hem bir beşimiz kadar itfakayla bilen mühim oldu ki. Terörist okutayımız bir kesin olarak. Sizden 3 yıl içinde muşundak bir vücuduk çıkar mı? O bizge bağlı. O bizge bağlı. Halkımız, çeteldeki halkımızga bağlı. Çeteldikiler bağlı. Çeteldeki halkımızga bağlı. Eğer bizim halkımızın kalısı da biz çokum müstakillik hareketimiz başlayınız. Çokum kurallık hareket atınımız. Peydagan an peyda olsa. Bizim yaşlarımızda başlar köresiniz. Kine bizim komandalarımız bir şey yazdı. Başlar bizim Şarkı Türkistan'da deyilgan bir şey yazdıgan isimli kanmattın kim yazdı bir şey yazdı. Normalde an olsa biz hareketi başlayalım. Çünkü Xitay 5 yıl yokla hazır çiğralığa bir mınç askerlerine geldi. Daha çiğranın üstünü tokat çıkmayın davadıdır. Bunun üstüne bizim nurgun adamlarımız Xitay'ın üçüncülük güçlüğü qaraydı ki Xitay diyen gep sıkıntırıydı ağır kep kalgan. Ben etip koyayım. Xitay'nın her qanday kuralları, her qanday Uygur halkının müstakillik ideyasını küçükemez. Bizde bunları anlıyoruz. Bizden müstakillik ideyamız Xitay'nın her qanday kuralını küçük. Xitay'nın 5 milyon armiyasının bizim müstakillik ideyamız küçüklerden anını üzümüz şekilde düşün. Xitay Uygur bir adam bolsunmu Uygur'un kuralından qo'rqaydi demoqchisizlar. Ben dedim ki Uygur'un kolu kural edip Xitay'a karşı uğraşırsan ki bizim müstakillik, bizim Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki müstemlekçilikinin ayaklaşmasının başlayın çıkıyor. Ulanın müstemlekçisi ayaklaşık başlayın. Biz hareket başlayın. Biz şunu mu tayyar? Xitay bunu sezemmedimi yoki xatolashdimi? Bu yerda Uyg'urlarni chet elga chiqarib qo'li qurol elishda albatta Xitoyning bir ketkizib qo'ygan yerlari bor. Buni qanday qaraylar? Xitoy nurg'un ishlarda o'zini yomon aqlli saqlaydi. Buningda bir misol keltirib qo'yay. Amerika bilan Xitoyning o'tirish so'zida yakında Xitoyning Cumhuriyeti'nde bir elektron şirketini cezaladı. Cezalaganda ne küçük bir yumtal. Biz başını beşini şirketi beşini teklif etti. Beraber şirket paylaşalım. Genç haber kalsa şirket veren bu işler daha geldi diyen bir haberini söyledim. Peki. Xitay asli Amerikalılarni ko'zdirib bilan Akıbette Xitay ko'zdirib qoldi. Xitay mana mutlaq millat. Demak, Xitoy turib davomli xatolik o'tkazadigan bir millat. O'tkazib turdi bular. O'tkazib turdi. Biroq umrda xatolikni ko'tarib qolgan millat emas.
Xitoy ömür işte biz maaşını hata kıldık diyen millet. Hemmimiz to'g'ri buning uchun. Daim bildiğin doğru. Buranın nasıl kızık durumları var. Ötken bir çıktı işte kıta yetti. Şotlandiya'nın kurallık güreş atlanmay bir avaz veriş arkalık müstakillik tarafını İngilizcenin hatalık eder. Yan birim hatalık aytakıp hem de gitti. Karşının işi de Dalai Lama'nın müstakillik vazgeçip oturuyor kişi garip ideyasının hatalığı bundan milyonlar çıkımdılar. Bu ezelden bizim hatalıkımızda koyulmuyor. Men Xitoy bizning qurolimizni emas, balki bu xalqarodagi ilmiy mayli namoyish bo'lsin, mayli Uyg'urlarni sirq to'ntish bo'lsin, mushu masalalarda buningdan qo'rqaydi deb kelgan ideyammi bo'lgandi. Demakki bu Sharq Turkiston xalqininki hijrat degan bu so'zlar bilan başlatilgan bu harakatda Xitoyning nihoyat cho'ng xatoligi bor degan bir narsaga duch kelamiz hozir. Xitoyning albatta xatoligi bor. Xitoy Uyg'ur xalqi bularni seçildiğim, boşaltıldığı nihoyat nurg'adan ko'tarilib ketdi. Can Tünçen vaqtida nurg'un xalq pasport, hammadan direkt pasport ishlatgan. Nima? Xo'sh. Bu bahona nurg'adan ketdi. Yani bu hicret meselesini sizler to'g'ri debmi qaraylar yani? To'g'ri bo'ldi debmi qaramlar? Bu nima? Ha. Men bu qaramayman. Bu shunga Xitoy qanday plan tuzdi? Uyg'urlarni pasport chiqarsak, ana o'rni Xitoyniki borda turmaydi. Hisoblab. Xuddi 62-yil Uyg'urlar qashqachilar ma'siyat ketgan uni o'rni Xitoyni o'rnatgan o'xshash. Uyg'urlar pasportlardan bo'lsa chiqdi. Şimdi o'rni Xitoyni o'rnatgan. Ama o Uyg'urlar chiqib chet-eldagi bu davoni bir qancha yuqoriga ko'tardi. Böyle Netçes Uygur'un kurallı kuşlar payda oldu. Bunu qanday tengshaymiz? Chunki ya o'ngchil ya so'lchil so'zlarni qilishyapmiz shu. Biz chet eldagi Uyg'urlar davomli munozirada ya hijrat qilganlar xato qildi, vatan tashlab chiqdi deganlar bo'ldi. Ko'pincha %90% kishilar Uyg'urlarning chet elga chiqishini vatanni tashlab chiqdi, vatanda qolgan bo'lsa qoldi dedi, ammo chet elga chiqqan Uyg'urlarmi bu davoni 5-10 nesl yuqori ko'tarib Buni qanday tengshab javob bersak bo'ladi? Men chetalik chiqqan Uyg'urlarni xato chiqdi deb qaramayman. Siz qarab boqing. Siz o'zingiz chetalik xato chiqqan debsiz. Yo'q, men shaxsan xato chiqdim demayman. Menmi demayman. Men vatanda o'g'an bo'lsam turmud bo'lishim mumkin hozir. Albatta shundoq. Endi Uyg'urlar vatanda qolish kerak degan odamlar qalbga o'zini qarab baksın. Chetalik chiqib turibmi? Qolgan Uyg'urlar chiqmasin, vatanda qolsin degan Uyg'urlar avvaldan o'zini qarab baksın. Yine chiqdim, to'g'ri bo'lganmi, xato bo'lganmi? Nima javob? Men aytay, bizni hijrat chiqqanlarimiz hammasi chiqdim, to'g'ri bo'ldi. Hech qaysi xato chiqmadi. Ularning chiqishi Uyg'ur milliyatga, Uyg'ur mustaqillik uchun mayko'p kuch qo'shdi. Ham bundan keyin qo'shildi. Buniki yana qo'shdi. Millat ularning xato chiqqan deymiz. Demak, Xitoy hijrat voqeasida cho'ng xatolik o'tkazdi. Bu ikkinchi qitim sizlar yana bir mutaxassisimiz, qarindishimiz, olimimiz degandi. Xitoy Uyg'urlarni chet elga chiqarib cho'ng bir xatolik o'tkazdi degandilar. Sizlar ikkinchi job shu gapni qildi. Chunki yo'lbosni taqib qo'yayotganda qanday buzg'anligini bilmayman. Bu so'z nihoyat güzel bir so'z bo'ldi. Yo'lbosni taqib qo'yib o'tishdi. Bizning yo'lboslarimizni taqib qo'yib o'tdi ular. Qo'yapti. Endi u yo'lboslar endi har yerda o'kiraydi. To'plab o'ziga vatanga qaytdi. Taqdim yana tushdi. Vatan hujum qildi. Bir qarindishimiz 10 minut oldu. Hozir telefon saqladi. Assalomu alaykum. Siz savolingizni yoki fikringizni o'tirib qo'ysangiz bo'ladi.
Assalamualaikum, Azat Qasim efendim. Mening qo'limdan olmagan xeyli jiq narsalarni sizningki bugungi so'zlaringizdan javob topdim deb o'ylayman. Yana bir jihatdan bizning hozir vatanimiz ishg'oliyatda, xalqimiz zulmda. Bizning 10 yil, 20 yillik vaqtimiz yo'q. Ko'plab tashkilotlar, hepsiga birdan tashkilot qurilib emas. Biz hozir quraqliq kuch degan narsa biz uchun bir ilhom, ham umid deb o'ylayman. Hozirgi vaqtda nisbatan uxlab o'tiradigan vaqtimiz yo'q. Hozir shunchalik uyg'ongan yigitlarimiz va qizlarimiz va o'lish pek muhim ish emas. Bir avlod biz bedel to'laymiz. Xuddi Checheniyaga o'xshash. Lekin keyingi avlodlar vatansizlikni oyoqlashtirdi. Bu biz uchun bekli bir muhim ish. Ben pek ümitsizlik ketken yakında yağı bazen bir işler, bazen bir nemelerden. Lekin sizge pek rahmet, halkımızda oygutiş için bir yaxşı bir əsi koştunuz deb oylayman. Köptün köp rahmet sizge. Rahmet. Allah Şimdi razı olsun. biz Uygur halkı hazırgıça yüzünü çok müstemliksin derdini takip ediyor. Muş müstemlikisi de bayı etkende bizim psikimizde, bizim tenimiz nazım, nurgun keserlerini paylaştı. Yani şu sebepten biz 20 yıllar, 30 yıllar dava kırdık mı hiç kadar netice geçemiyor. Benim bu diyenlerim biz özümüzün tefekkürümüzü yenilişimiz gerektiğinde. Fikir kırış adetimiz yenilaydı. Tefekkürümüz özgerteydi. Navu yol bombudu, na 20 yıl yol mandık bu yol bombudu, na yol tükeydi. Çünkü biz kural tutmayan millet emez. Biz talayret kural tutkan millet. Biz kural tutalayımız. Biz kural tutup Kıtay'ı salalayımız. Hem Kıtay'ı mağlup kılalayımız. Üzgünüzü şu işe konuşturun. Ne? Tefekkür manımız, tefekkür yenilaşmanımız. Biz yanına bunun kadar anda kısa dünyanındaki, anda kısa dünyanındaki, anda kısa mallarındaki, halkara cemiyetindeki değilim. Biz bırakıtın özümüz, biz maaşını kırımız, biz maaşını ötüsünü çıkımız. Halkara cemiyet biz manda değiliz. Yayda alıp süreyiz. Hem ülkemize geçkimiz. Qarindoshlarimiz inkasda yezibdi, bu bizning parog'imizdan, suhbatimizdan hozir xuddi namoyishchilarni to'van ko'rgandek. Yo'q. Bundaq bir gapni bolalar o'zi o'ylab aql turibdi herhalde. Şuna bu to'g'risini biroz ochiqlab berib o'taylik-ki, bola sizning og'izlardan anglay. Bu namoyish va chet eldagi siyosiy harakatlar, lobbichiliklar qandoq bo'ladi? Diğerki siyasi güreşlerin hiç kaysını destekçiye yay buluşkandan karşı. Çünkü Xo'sh. 27 Aprel'deki namoyish Xo'sh. Xalq için nihayet çok medet oldu. Bu Uygur halkının ittifaklaşalaydıqanlığını, birleşalaydıqanlığını, bir ara kilalaydıqanlığını muştumu tüyüp vay biz sana göğsümüz diyalaydıqanlığını ispattık. Ben benim için bu namoyishni sevmişim. Nereden adını? Bırak ben namoyish müstakillik inkılabını asası deb qaramayman. Buni etti. Namoyish o'z o'rnida mustaqillik inqilobi uchun ma'lum xizmatlarni qildi. Biroq namoyish bilan vatanni mustaqil qilib bo'lmaydi. Benim bu deginim namoyish tugaganligim emas. Reallikda ma'mul qiladi. Real ahvol, real ma'mul qiladi. Çünkü bizim düşmanımız Xitay, kişiler bilan qurollangan. Şunun için düşman buluş gerek. Mehmet Yaraş'ın yapkandı. Düşmanlık görsen, koy düşmanlık görsen, cennetinin cengah görsen, bu dünyadan giderler.
Biz şunda buluşumuz gerek. Biz şunda bulanmağımızdan derdini tatlatırız. Düşmanını görüp, düşman muamele kılamağından derdini tatlatırız. Benim derdim ki, herkes namayış hakkında, ben etkiye, namayış herkes. İşini yarımadan hareket yaparım. Namayışın özü şuralı buldu. Bulup mu vakitimi uğraştırgan namayış, muhakkak oldu yaparım. Allah razı olsun. Onun için qarindoshlarım o'zinglar bilan o'zinglar o'ylayapmanlar. So'zlarni xato tushunmayapmanlar. Hech bir zaman ozodkam qurolliqlam ish qilamiz, boshqa ishlarni tashlaymiz degan gapni qilmadi. Shunga men inkoslarni yozishga diqqat qilsang bo'ladi. Boshqa savolinglar bo'lsa, naq maydonga yozsanglar bo'ladi. Qarindoshlarning savollarini men xotirlab menyotaman. Inkos savol so'ragan qarindoshlar oxirdaroq javob beramiz. Shunga naq maydon telefon qilib so'rasanglar nihoyat yaxshi bo'ladi. Bu yerda menmi so'ramoqchi edim, bir qarindoshimiz uni yana inkos so'rabdi. 3 narsa o'tirib qo'yildi birozdan oldida. Sharq Turkiston Milliy armiyasi qurish, undan keyin hakkerlik, ya'ni bugungi internet yoki texnikalik nur dunyosida Xitoyga qarshi texnikalik bir hujum hareketi boshlash degandek. Undan keyin buning ichida men bir narsa so'ramoqchi edim. Qarindoshimiz yozibdiki, kishilar tex namoyish qilib kelmayotsa, qandaqmi bu qurolliq ishga keladi deb buni yozibdi. Masalan, biz ham bahrlab qo'yinglar deb qarindoshlarga chashlab ketib boribmiz, yolvorib ketyapmiz. Men 10 qatim yozib bo'ldim, degandan beri mush videoni ham bahrlab qo'yinglar. Jiq odam anglasin, jiq odam ko'rsin. Biz Azat Qosim akamiz bilan 1,5 oydan beri paranglashib shunami meni esimda qilishcha yoki 1 oy 1,5 oydan beri mushu programmani qilish uchun 1,5 oydan beri paranglashib. Uning uchun vaqt uzrab ketsa-mu men Azat Qosim akamizning butun ilmlarini ilmlash uchun tirishib. Rahmat. Ya'ni 1,5 oylik bir suhbatning tayyorligini ikkalan qildik. Ondan keyin ham bahrlab qo'yinglar da'vatimiz. Buningga 1 sekund vaqt ketadi. Telefondagi bir knopkani besishga kelmayotgan bu millat qandaqmi qurolliq holatga, qurolliq jangga keladi deb sizdan savol so'raymiz. Endi har qanday millatda jangovar bir to'p, o'ttirdagi bir to'p, agashli bir to'p bo'ladi. Bir millatning qurolli kurashchi hammadan yugrab chiqib ketmaydi. Mana bu qitim namoyishni misol qilaylik. Namoyishda tashkil bo'lishdi, tashkil bo'lishida. Va undan keyin xalqimizni uni agashdi. Bu esa bo'linadi bu. Endi Uyg'ur xalqi qo'li qurol olgan bo'lsa, men ishini biz tez arada Xitoyga tahdid shakllanadigan necha 10 ming kishilik armiyani qurib chiqalaymiz. Turkistonni qurib chiqalaymiz. Buning meni ishonchim komil. Shuning uchun men vatandoshlarimning sog'lomligidagi o'zinglarga ishonmaslikni chiqarib tashlab, men Uyg'ur, mening tomirimda iqvatgan Uyg'urning qini, men cho'qim vatanning mustaqilligini ko'rishim kerak. Men cho'qim vatanning mustaqilligiga g'asht qo'shishim kerak. Degan ruh yetkazishlarni mumkin. Bu ruh kuzatmaydi. Mana bu Uyg'ur ruhi. Sharq Turkiston Milliy armiyasi qurilsa, har yerdan Uyg'urlar buning qatnashidi demoqchisizlar. Cho'qim qatnashidi emas. Biz hatto xizmat yigirmaydigan darajada qatnashdik. Chunki ko'p odam ko'p bo'lib ketdi, keyinlar qaytinglar dedim. Yo'q. Qatnashlar bo'lyapti. Chunki bir armiyaning nurg'un tarmoqlari bor. Biz hech qachon kelgandan ortini qaytarib bilmaymiz.
Yani, Yani, bu milli armiya çokum kurumuz, bu bir gap. İkincisi Halkara meselesinde, Halkara armiyasında açan bulmaydı. Bırak, ben 20'de burundurak Müslüman oylaşımız yok da 45-10 yıl burun Uygurlar Halkara koşunu kurganda bizim Mısır baldırımız terk etmeydi. Kavaklarda Mısır'ın can tomur yerlerine Halkara bir ucun bulganda Uygurlar Uygur'da hesap sıkmaydı. yani Mısır'ı güç yitip Allah'ın demek istedim. Tayland'da Uygurlar'ın kanında Tayland'ın sayacılık sahası bütün yerlerin paylaşıp sürüyorsam Uygur'da hesap sıkmaydı hesaplaşmaydı. Biz bu işin ülkede dünya Uygur'da hesapsızlığa bir yavaş şeydi. Ben nimde hakkında koşun koyuşatına ben Rus'ta yaptım. Dünya bizde hesapsızdı. Bütün dünya Uygur'da hesapsızdı çokta. Nahak, manda hak. Sayın Erbistan'ın ötkençti. Aldın kızılar. Kurbayat 10 gün kalganda biz başka yollardan dağın 300 yakın boğa bulmaydı jığızarı karamay sayakatırdı. Başta bir ay seferi bağın go. Allah'ın alıcı bir perzimiz ada kılacak bağın. Kuşlar. Şu jığızarı karamay boğa bulmaydan ayrıktan kesip sayımızı yaptı. Hani şimdi vakti kolumuzda işte bir kural bulduğum olsa Sayın Erbistan'ın otağını tuttu. Karal toptalardı. Ben şunun için de vatına biz amalda biz yalvarıp ben milyonlarla yalvarıp atkan yerim bunu şu. Milyonlar baylarımız, vatanperver baylarımız, Uygurperver baylarımız, biz yerden bulanlar bir işte bir koşul kuraladı. Şu vakta bütün dünya Uygur'da hesap. Bu milyonlarlarning pulini ilishda boshqa vosita qo'llanishini tashabbus qilamsiz? En yaxshisi o'zi razı bilan bo'lgan. O'zi razı bilan qilsa bu rasmlayıp yaxshi bo'ladi. Bu bizning keyingi qadamlarimizga çok yaxshi ta'sir beradi. Shuning uchun men hozir boshqa yo'llarni o'ylashda eng yaxshisi o'zini razı bilan bizni yordam qilishimiz. Ya'ni gilni siqib olayli deydigan qarindoshlarmi bor, boshqalarmi bor? Undalar bor. Biroq men u yo'lni To'g'ri ko'rmaysiz. hozirgacha unday yo'lni ko'rmadim. Amalda shu bizning milyonlarimiz vatanimiz uchun, Uyg'ur xalq uchun, o'zining ota-onasi urug' tuqqan qon qarindoshlar uchun bizni yordam qilsa biz keyin baribir o'zni qaytib kelamiz. Belki chiqqan vatanimiz qo'liga hujjat istasaganda belki chiqqan vatanimiz mustaqil qolib qaytib kelamiz bilmaydi. Hozir xalqlar en yaxshi lazım. Ilshod Qodir degan qarindishimiz Ozodga bu gaplarni nerede o'tirib deyapsiz? Bexatarligingizga alohida nimalarni deb beralaysiz? Bexatarmisiz demoqchi o'xshaydi bu qarindishim. Bexatar. Onları kayırtal bıçaktan korkmaydı deydiğin gap var. Pichoqdan qo'rqmayman tan. İşte oldu. Ben hozirgacha bizning umri bilan sirab boqqanim yo'q. Bu ajatsiz. Men bizning xalqimga bizning ro'yi issiqligini, bizning ro'yi bersak, Allah razı olsun. Ki dünya geçsin, dünya geçsin. Allah razı olsun. Yana bir qarindishimiz naq maydonga telefon qilibdi, ovozini yana gap so'zni olib baqili. Assalomu alaykum, savolingiz, fikringizni o'zi o'tirib qo'ysangiz bo'ldi. Siz programmani aytib o'tgan qarindishim, programmani aytib o'tgandan keyin undan savolingizni o'tirib qo'ysangiz bo'ldi. Ovoz kirib bordi. So'zingiz bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalan bizningki qarindishimiz, hamkakimiz Azod Qosimxon bilan Hüseyin Tajalliyat olimga Allohdan salom bo'lsin birinchi. Va alaykum salom. Undan keyin meni o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan savolim, undan keyin bir qism ba'zi bir nimalarni o'zimning qolishda o'ylagan ba'zi bir tushunchalarni bermoqchi. Birinchi mushu bizningki Sharq Turkistondagi ozod bo'lish, mustaqil bo'lish yo'lida masalan Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurish bilan qo'shilaman.
Chunki bizningki Sharq Turkiston Milliy Ozodlik Armiyasi bo'lganda bizningki bir muntazam bir qo'shinimiz bo'ldi, muntazam bir askarimiz bo'lgan bo'ldi. İnşallah dünyanınki barliq yerdan hamda askarlik tizimtidigan askar bo'lgan o'zi xohlab keldigan qarindoshimizningki bu ishga ishtirok bo'lganiga inshaalloh bizningki ishonchimiz bor. Undan keyin boyi bir gapni qildinglar, shu baylarni masalan qandoq qilsak bizningki ishimizga yordam berdi. Undan keyin siz bir gapni qildingiz, kaniyni ilişkimi tashabbus qilamizmi bu deganda. Bundan so'ralgan masalan Mishada Amerikada ba'zi qarindoshlarimiz mendan so'ragan bo'ldi, bati bor. O'sha baylanimda shunday qilsak bu yili bag'il olmayotdi, shuna etit bilan o'ltirib qilsak bulandimishdan bir yo'l bormi deganda buni biz to'saq. Yo'q. Biz buni nihoyat ilmiy usul bilan hal qilib bularni tushuntirib, mushlarninki bergan ba'zi bir iqtisodiy yordamlari bilan biz mushlarimizga bir oz to'lab yordam bo'lgan asosda undan keyin biz mushur qurolliq yoki boshqacha asosli qurolliq mushurimizni qilamiz, ammo o baylarni o'ltirib pulni olaydigan yoki bo'lmasa boshqa bir ilmiy bo'lmagan yo'llar bilan usullar bilan qilishga biz buni tashabbus qilmaymiz. Buni biz qarshi turamiz deb keldik. Shuna endi men demoqchi bo'lganim bayağı azatkanma esiltip ötdi. Bir yerde gapni bek uzun qilmayman. 30 yıldan yakın biz namoyishga keldik. 30 yıldan namoyishga kelgan bilan vatan azat bo'ldi. Hamda hozir hamda 68 yıldan hala bugüne kadar namoyish qilyapmiz. Tashkilotlarimiz kunga ko'payyapti. Har xil shaklda mayli falanchi bir nima qurultiyi, pistonchi bir nima jamiyati degandek hamda. Yani chunki bu g'arb davlatlarida 3 odam 4 odam birlashib bir tashkilot quradigan endi bir holat bor. Biz mushunda qilyapmizmi yoki buningga bir boshqacha bir hamda xalq yangi bir narsaga muhtoj. Amal bo'lsa hozir ham hammamizningki qo'lda masalan qurolli holat kelsak, hozir kirsak bo'ladi vatanga, alhamdulillah. Ammo mush usullarni qanday hal qilamiz? Buni kan xalqimizga ammo bu holatda bilan yo'qimiz bir tafsiliy yo'llarni qilchalandir. Bu bizningki diniy ziyoli, uninki fani ziyolilarimizningki hammasininki qilishimiz. Atıvan kalak olsa her geçiyor. Başka kaldı olsa onu kitap mağazalı kaldı şu. Ama demek ki oğlumuz demiyor diyende 30 yıllar namaş kılıp iş kalak bir hem de bir avazımız çıkanı saklanmağında bayağı azat kam diyende namaş bilen vatan azat kılınmaydı. Ama bunda dişlikle memnun namaş kılış karşı emez. Bunu kılış gerek. Bizdeki avazımız tutmaya çıkıp kılış gerek. Ama korallık hareketini kanda başlaş. Hayatın kiriş. Qandaq buni amaliy nima qilish, masalan, chet elda nurg'un bolalar yashayapti hozir. Nurg'un masalan Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin, O'rta Osiyo bo'lsin, bizning nurg'un qarindoshlarimiz bor. Qaydisonlar bir amaliy bir shunda bir amaliy bir qoral tutib, bir bunda bir itib, undan keyin shuni bir bunda mashq qilib qildigan bir o'rinlarni qilib baqing. Masalan, ba'zi balkim. Ammo unda insanlarımız var, lekin nait az. Ama bizdeki müstabıt sıkı çıkan qarindoshimiz bekcik. Amerika'dan kelyapti, O'rta Osiyodan var, Avropadan var. Bu ishlarga biz mesela oddiysi, eng oddiysi bir badan chiniqtirishdan iborat bir shu jami g'ayrib bir asar kunida chiniqib turgan ishlarimiz, suhbatimiz, akliyat bermayotimiz. Shunda mening deydiganim bu bizningki yoshlarimizga deydiganim chet eldagi kursni bağla, amal var. Nisbeten ondan keyin shunda bir masalan Qur'onni ish bo'lmaganda tutib olsanglar bo'ladi-ku. Ganşolar var Mishada arayda ishildigan Amerikada, Yevropada edi. Berib unda tutib olsanglar bo'ldi. Umrimda Qur'on tutib olmaganlar. Hozirdan boshlab biz shunda bir tayyorlik holatini shakllantirganda ish bo'lmaganda bir Qur'onni bersa bir hanganni bir qo'ltaqanchisini. Uni bir o'qni qanday soladi? Shuna meningki deydiganim hamda qarindoshlarimizga butun dunyo anglayapti buni. Biz qurolliq bir holatga yetimiz deydiganmiz. Eng oldi bilan eng oddiysi o'zimizdan boshlab, undan keyin sharoitimiz yor bergan asosda ba'zi bir narsalarni har davlatningki qonunlari, mukammal qonunlarga asoslangan asosda qilib bo'ladi buni.
Mesela şahsen ben Qoral ittifaqdım. Amerikada var mesela tutuyorsanız 2 saat, 3 saat atılgan məşğulluğa uğurlar var. Biz bir qıpaqdıq belə məsəlimiz bilan. Yani şunda xoşup getdik mesela. Her bir atqanımızda bir Xitayni ötəgəndək alətlər. Şunda bir ayaz adam. Onda bulmuşsanız mı? Siz aşık dağlar yaşayatkan etrafınızdaki devletinin ki aşında bir uğurları var. Amerika'dan başka devletlerin var. Siz şunu bir kıtırman başta. Bulandı bulmandı. Siz şu bir Koran tutkan vaxtınız kulağınız titremdi. Onun ki atkan vaxtınızda vaycan demsiz, valqarab kitemsiz. Aşında siz qanday bir alametlerdi aşınғы günün. Sıkılıp düşemsiz. Yani kanuni yolla arkalık Kanuni yolla arkalık siz işini kılalayısınız. Kanuni avazım sen bekire çıkıp da kapılmalar yerleşten. Kanuni yolla arkalık siz kılalayısınız. Sözler veren Ama yığızsızlık. bizden hazırda sözüm Azarat varmıştı. Uzaydıgan boldu. Kanuni yollarda biz kırılı boldu. Ama hazır bizden muşu şaraitimizden özde elimdeşler. Muşu şaraitim hakikaten bekini kanunlar elimdeşler. Muşu hala bugün kelgen muşu şaraitimizden özde Xitay her bir öydün bizdenki erlerimizden erkek kitap yotkunumuzdan içige bir Xitayını tıkıp koyuvatıdı bizim ayarlarımızda. Ma bizge kelgen nayet yegir bir numus hakaretinde ma Uygur Müslümanlığı. Muşunda aletinin özüdümü biz yani uykumuzdan aşmayı, teşkilatlarımızı köpeytip yani birbirimizle zıksançıp, birbirimizle yakında Xitay'ın düşman kömeye kerinlaştığımız bunda emas. Bizdenki her kanda adette birleşip durup Xitay'ın yoktuş bizge perz ayın buğan adette biz muş ahvaldan kanda hal kılımız degen muşunu oynayla kerinlaştı. Biz Xitay'ga meyli ma söhbet buluştum burun. Bir gün burun ben Azat Kasım Kan bilen göreşken. Sonra kalsanlar buludan. Azat Kasım Kan bir grepin degen bizge. Halakara bizim emidisi deson biz özümüzden hak hukukunu, müstakilligini her xil yo'llar orqali biz olmasak bo'lmaydi. Canım şukan degan shu gapni. Biz ham son so'rab taqsangiz bo'libdi hozir. Shunda holatda biz ham mushini nima qilmay yana biz o'zimizniki shaxsiy yoki bo'lmasa boshqalardan xafa bo'ladigan odatda bo'ladi hamda uning bilan ko'ngilni ortib qo'yadigan ishlar. Ammo cho'ng kollektiv manfaatga kelgan vaqtda biz u ishlarni qarib qo'yamiz. Biz ma'bir Xitaydan ibaret bir vahşi bir düşmandan oldida biz nali ko'p Xitoyli ismimiz Uyg'ur bo'ldi ekan. Birinchi men bu yerda qarindoshlarga tavsiya qilaman. Birinchi sening dining islom, ikkinchi sen musulmon, sening kitobing Qur'on, undan keyin sen Uyg'ur, undan keyin sen Sharq Turkistonlik, sening millatimiz Uyg'ur Turksan. Shu zamin bizningki. Allah bu zaminni Uyg'urga bergan, Xitoyga bermagan. Biz shunday bir shonliq bir tarixni yaratgan millat hamda ma kunga kelgan mujna bo'lib qoldik ham buning nurg'un sabablari bor hamda bu yerdamda ma vaqt munosabatini hamda o'tar bo'lmaydi. Chunki qanday qilamiz degan vaqtda qarindoshlar biz har xil usullar bilan biz o'zimizni taraqqiyot qildirib biz birlashib boya dedinglar Sharq Turkiston milliy armiyasi qurish kerak. Buni qurish kerak birinchi. Buni men birinchi ovoz qo'shaman. Agar shu narsa qurilsa, men Amerikadan berib shu tizimlatib mening yig'ib qo'ygan pullarni ashuna men sarf qilmayman inshaalloh. Alloh bilan qasamki. Sandıkla açısız. Bizlik hakkerlarımız çokum buna adam tarafıyla bunun oylaşattığımız Amerika'daki bazı kardeşlerimizden bunu işte çokum hakkerlarımız buluş gerek. Amerika'da oturup durup Xitay'ın nurgun şirketlerine nurgun mesleğine işlemeyden koyulu buludu. Bundaki adamların çokum terbiyeleş gerek. Onun için üçüncüsü biz çokum kurallık alet yürütüşümüz gerek. Çokum kurallık alet yürütmesek bu bizden Şarkı Türkistan'ın meselesi el olmaydı. Çünkü 2015'te mi, 2016'da azırken şu nemli bağlan vakitte, Türkiye'ye bağlan vakitte İstiklal TV'ye şu Abdullah Yalpullah ziyaret kılan vakitte Şarkı Türkistan nasıl istiklalısı olmaydı degen temada bir saatin uşup leksiye vergen. Allah razı olsun kardeşim, yani başka sualınız var mı? Ya başka sualım yok. Ben gepimki giderim. Baştan kartlarda cevap versen inşallah. Allah'ım Allah'tan razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun. Bo'lsa hammalarninki başdan ayak so'zinglarni anglasak intayin yaxshi bo'ldi, ammo vaqtimiz bir yer berib qoldi. Chunki ba'zi qarindoshlarimiz to'la menga yozdi, bu nemishqa so'zni kesib o'tasiz deb. Endi Azatkamning bütün ilmini ilib olishimiz, qezib olishimiz bu bir boyliq lozim, ammo vaqt masalasi bor. Inshaalloh nurg'un qarindoshlar yozibdi. Bundan keyin davomli musohbatlar bo'lib turgan bo'lsa deb yana Azatkam bilan biz deyishib, bundan keyin yana yaxshi suhbat qilishga tirishimiz. Shuning uchun ko'proq Azatkamning shu eng yaxshi halqiliq narsalarni yaxshi so'rab olay deb ba'zi so'zni kesib o'tib qoldim. Shu Azatkamning bundan nargiz xafa bo'lmasin. Ya'ni bugungi tashkilotlar hozir bir qancha tashkilotlar o'tirib qo'ydi.
biz bazı devletler bilen maxfiy hamkorlashimiz, maxfiy deyishimiz, nurg'un devletler bilen nurg'un maxfiy siyosiy lobbychiliklarimiz, siyosiy ishlarimiz bor deb. Shunga o'xshagandek, ya'ni siyosiy tashkilotlarning so'zi bu. Bu qurolliq masalasida bugun dunyoda devletler yoki ma'lum tashkilotlar maxfiy bizni yo'layotgan ahvollar bormi? Hozir. Endi qurolliq kurash masalasi çok nazik bir mesele. Bana aytganda bu ortni kim tutsa shu qolib qo'ydi. Bunda bir mesele. Shuning uchun biz bu meselede o'zimizni ham bizga yordam qilayotgan muvaffaqiyatda biz bilan Astrid'in bir fikir kelayotgan davlatlarni qo'g'dim saqlamaydi. Qo'g'dim saqlamaydi. Shuning uchun bu meselede xalqimiz xotirjam bo'lsinki, biz hech qanday asossizdan qurolli kurash masalasiga ko'tarib chiqmaymiz. Biz Uyg'ur xalq qurolli kurash atlangan vaqtida kim Uyg'ur xalqiga yordam qila oladi degan masalani o'ylanib turib, nereden tegishimiz degan o'ylanib turib, hammaning o'ylanib turib, biz bu qadamni olamiz. Shuning uchun xalqimiz xotirjam bo'lsinki, biz qurolli kurash boshlaymiz dedikmi, biz to'qim boshlaymiz. Allah razı olsun. Endi baya milyonlarning mallarını to'g'riliq munda gaplar bo'ldi. Men ularning qanday mal tatolog'ida ishlayman. Banditizm deyman. Banditlik. Qanun emgak topgan haqqini tatolog'im bizning hech qanday haqqimiz yo'q. O'z xolis berdi, xolis demaydi. Shuning uchun faqat ulardan insof talab qilaydi. Shularning o'z bayroqining bir qismini Şarq Türkistan'ın müstakil için taraf kılsıra ularni dua kılaydı. Herkes mi? Ularning yürgün atıldıgan bizim de hakkımız yok. Ular kaldı şiddet kan terbiyen taksan takman bayrakla bizim niyetimizi bulduğun hiç kadar hakkımız yok. Bu cihette niyetinde gösterek. Yani bugün Şarq Türkistan davasıga baylarning pulni bermisin ama zakat degandek islomda buyurilgan, yani zakat hem de bizning dinimizde bu mücadeleге ishlatishga to'liq bo'ladi. Kur'an-ı Kerim'de ochiq oyat bor. Tamamen bo'ladi ve nayet muhim bugün en aldın qatorda Şarq Türkistan davasida zakatni ishlatish en aldın qatorda ve en muhim o'rinda turdi bizning o'rgangan dinimizde. Bunu hem de beğenmese hem de Ömer radıyallahu anhu'mu bunun karşıma uğraş açımen degen hem de bunda bir meselelerde hem de eğer Şarq Türkistan Milli Armiyası kuruldu, iqtisad yetişmedi deyle, aynı zaman tarihimiz yüz berdunda aşla devlet kurulgan vaxtıdan baylar tegi tıkılıp ken şыңse yangzın şың deyimiz mesela Jing Shurin hemmesi baylarımızı kırıp etti. Bugünkü günde Komünist Partiye aslında zoravan ola özü terörist hakimiyet bula Xotendi bir qancha mahalliga o't qo'yib etdi o'tgan yillarda. Qashtisida boy bo'lgan qarindoshlarimizni tutib soladi. Bugungi kunda Xitoy o'zining eng yaqin baylarini Uyg'ur baylarini makirib solab bayliqlarini talon-taroj qilib uni yo'q qildi, to'nglatdi. Ham chet eldagi baylarga nisbatan Şarq Türkistan Milli Armiyasi qurilib, uningga o'zininki zakatini yoki iqtisodini bermaganlarga qarta ularning o'ziga tushliq bir vositasi bo'lamdi yoki buningdan o'xshash bir fikrni o'tirib qo'yamsiz? Şarq Türkistan Milli Armiyasi qurilganda men ishoniman. Ko'plagan baylarimiz zakat ayirish planida boshqa yo'llar bilan planida Şarq Türkistan Milli Armiyasi yordam qiladi. Biroq bu 5 qo'l o'xshash emas. Yordam qilmaganlar chiqdi. Bu Şarq Türkistan armiyasining to'qim alayda atroflari bo'ladi.
aile taraflar bundaq vazifelerini o kanunsuzluk bilen yoki banditlik bilen emas. Ularning o'zini rozi qilib turib mangdigan yo'llar. Chunki har qanday bir jamiyat, har qanday bir ishda bunday hodisa bo'ladi. Bizning vatanimizda Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganida bo'lgan. Ba'zi baylarning mol-mulki sotib olingan. Chunki Sharq Turkiston inqilobiga yordam qilmaganligi. Bunday ishlar bo'ladi. Bunun lekin Yani bunday işlem yüz verishi mümkün demeksin. mümkün. Bu yerda bir narsa yodimga keldi. Yo'q bo'ladi. Abay Silidile Sharq Turkiston davosidagi anaqtar, ya'ni ochqushliq vositalarning birisi qurolliq kurashda. Aynı zamanda qurolliq kurash imkoniyati, sharoiti O'rta Osiyoda bo'lgandi. 1997, 98, 2000 aralıklarda. Bunu nayt kısıkçı desek değil mi? Aslında bu vakalarga sizlar şahit bo'ldi mu? Bunu aldı avval soray. Bu vakalarga men shahid bo'lmadim. Buning uchun esa qaysi qurolliq kurash undoq bo'lmaydi. Qurolliq kurash undoq emas. Bu qurolliq kurash emas, bu bir guruh odamlarning harakati. Qurolliq kurash undoq bo'lmaydi. Mening hozir deyotgan qurolliq kurash butun Uyg'ur xalqi 70 yaş degenim bir gayet emas. Chetlerleri bütün Uygur halkı. Bu qurolliq kurashni ardosh qilish kerak. Bu hareket qurolliq kurash. Yani şu vaqtida ma'lum sharoit imkonlar hozir bo'lgan taqdirda bu qurolliq kurash mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Nima uchun? Çocuklar mağlup olduğunu kaydımız koyalım. Başlanganda. Kaydımız mağlup olmak istiyor. Çünkü yetekli ideya doğru olmalı. Her kandak bir inkılapın yetekli ideyası da nasıl oluyor? Biz ninde kurallık, hazır çetelli kurallık toplam birey jığıp, Sharq milli armiyası kurumuz devam etmez. Biz yıldızımızı izlevatımız. Yıldızımız ne? Biz babamız kurgan şu armiyenin eski keltimiz izlevatımız. Başka namdı bolsun bolamdı bu armiye. Ya. Çokummuş namlı kullanışımız gerek. Bu namlı buluş gerek. Çünkü o armiye Sharq Turkiston halkının armiyesi. Tamam. Turkiston halkının armiyesi. Yani bu dünyada geç kanda devletke küçük mensup emez. Hiç kim yemez. Fakat Uygur halkı. Bunun için benim Sharq Turkiston milli armiyesi kuruş. Ama bazı mücahitler bunu milliyetçilik dep qaraydı. Bunun qandaq cevap verin? Ular bilen sözcük özgertişki bulundu. Eğer Uygur özünün milletçiliği bulmaydıgan bolsa, bunun Uygur'un ruhu bulmaydı. O, hazır bir mülçe dini talaşlaştan arsa edemeye sebep ettirdiğini biliyor. Ben aslında dini talaşlaşlığa bir sevzem yakın bağmayla ben kalmayayım. Bunun ana yama yeri milleti başlaydı. Hazır Xitay hakimiyeti bu usulun nayet yaxşı paydalandı. Uygurlarını milleti Uygur, dinci Uygur dep, demokratik Uygur dep ayın koysa böyle ölçüde nayet yaxşı oynanadı. Bunun sesi turatdı. En zamanda Orta Asya'da bunun da g'alaba qildi Xitoy. G'alaba qildi. Ama bu qitim ancha g'alaba qilinmagandek turdi mencha. Endi Çünkü Türkiye'de aynı zamanda Pakistan, Afganistan'da ve Orta Asya'da Xitoy del mana şu milletçi ve İslamçı degan
ikki fikrni ikki jamoatga silib bir-biriga dushman qilgandi, ammo bu qitim havoda dushman qildi bizni. Masalan, aynı zamanda biz ba'zi ishlar boshlamchilik qilganda yoki tashviqot qilganda buni bizni millatchi, murtad, o'chi bo'chi degan narsalar jiq bozorga silindi. Ammo keyin xalqimiz bizni tushundi. Bu millatchi, ya'ni bir musulmon millat, ya'ni musulmonkan deb yana bizni o qadar nima ko'rmadi va hozir vaziyat yaxshilanish qarab yuz beryapti. Turkiyada O'rta Osiyodagidek tragediya yuz bermadi demoqchiman. To'g'ri. Endi xalqqa uyg'unish bo'ldi. Zaten biz ben Uygur Müslüman denge koşulmayın. Uygur dengenin özü bu Müslümanlık. Uygur o bu sen Uygur Müslüman demişsen sen Müslüman. Bizden adı nurgun yerlerinin bunun boşunda talaş tartışlar var. Biz aval hediyemizde, salımızda. Biz Uygur ikenmiz. Allah'ın tanıgan bir millet biz diyen an hediyemiz işte. Ma alemin yaratıcısı bizni yaratkan ma alemin yaratıcısı da azminler bu alemin yaratıcısı Allah Teala bizi bahçende kılan ben anlayıştım. Bu şeydir. Bundan keyin Xitoy millatchi, islomchi degan bu narsalar bizni ozdirolmaydi, bizni birimizga dushman qilolmaydi, shunami? Inshaalloh. Bırak oluşumuz gerek. Biz o'sha bo'lishimiz kerak. Avukattım pardon. Ben yine bu oyunu oynaydı. Oynaydı çokum. Geçtim pardon. Xo'sh. Programmaning oxiriga kelib qoldik. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Yana ikki savol bor, shuni so'rab o'tgandan keyin programmani oyoqlashtiraman. Undan keyin agar sizlar xohlasizlar O'rta Osiyodagi masalalarga shohid bo'lmadim deylar, ammo yani onun ustida bo'lmasliklari mumkin, ammo u yerdagi butun ishlarni bilalar deb qarayman zotki suhbatlardan. Bu to'g'risida, chunki oldimizdagi bu manzilga, bu kurashga to'g'ri yetakchilik qilish uchun tarixdan savob olishimiz kerak bo'ladi. O to'g'risida bir programma qilishni xohlayman va bundan keyin nihoyat muhim masalalar bor. Chunki bugungi suhbatda 2-3 xil yangi ideya o'tirib chiqdi. Bular Sharq Turkiston Milliy armiyasi deganga o'xshash va butun tashkilotlar mustaqillik ideyasi va qurolliq kurashni bir nizomnomasiga yozish kerak degandek yangi ideyalar o'tirib chiqdi. Shunga bundan keyingi programmalarda taxmin ko'p ilmlarni ilishni xohlayman. Agar sizlar qaytilsizlar, inshaalloh bu programmamizda biz qurolning gapini nihoyat jiq qilishdik. Xitoy bizning bu suhbatlarimizdan foydalanib bizni radikal, terörist degandek so'zlarni qilishi abay. Ammo qarindoshlik studiyasini, Husayn Tajallini, Azat Qosim akamizni terroristlar tizimligiga va yoki dunyoga yoki silini shu davlatdagi Qirg'iziston davlatiga chiqishi, meni Gollandiya davlatiga soqchilarga chiqishi va xalqaro soqchiga chiqishi mumkinmi? Ben her nasıl düşünüyorum. Çünkü o Xitay. Bunu her nasıl düşünüyorum. Bırak o kısmına aittir. Mesele kısmına aittir. Nima uchun bu savolni so'radim deganda biz siyosiy mujodala bilan qurolliq kurashning o'rtasidagi xalqaro sahnadagi tangshakni qanday ilib bora olamiz? Azat Qosim va Husayn Tajalli va yoki boshqalar o'zini qanday xalqaro sahnada qo'g'diy oladi demoqchiman aslında. Çünkü Kırgızistan'ın kanunu, Gollandiya'nın kanunu bizden biz yaxşı biliriz. Ulanın esas kanunları biz yaxşı lazım kılansın degen. Bu ensirep ketmeyecek düşünüyorum. Agar chiqib bizni soqchilar va yoki hukumat organlari tekshirsa, turmushga berib yotamiz demoqchimisiz? Bunday şey görmeydi. Chunki ba'zi davlatlar xoinlik qilishni o'ylashyapti-da, biz buni sizlar obdan bilasiz. Batıman, biroq xoinlik qiladi degan davlatda biz xoinlik qilmaydi. Biz birinchi masalalarda bir tekerkalıdı bulaydı. Buna benim katkılar doğru söylediği vaktinde Hoş.
Ben bir narsani dedim. Agar mana 5-6 yil burun bo'lgan bo'lsa, men fojialar yuz bermaydi degan bir gapni qildim. Shunaqa. Nima? Hı hı. Endi bizning beshimiz agar shunday kun kelsa, siz bilan mendan boshqa Uyg'ur shu yo'llarga dinib, shu xatırlar qo'shilib qurib, biz o'ylagan, biz planlagan ishlarni amalga oshirganda Hoş. o'zimizning xalqqa, mana men bilgan mana bu şeyde. Eng oldinda o'zimizning xalqiga İşinişimiz gerek. Shunaqa. bizning jinimiz ancha muhim emas. Shunaqa. Bizning jinimiz ancha muhim emas. Gap vatandagi bo'layotgan xo'rliq milyonlagan odamning peshiga kelgan kun bizning bu sababdan bizning jinimiz ketib qolsa, uni o'kinmayman. Alloh taoloning alloh yo'li o'zimda ketalaydi. İşinmeyim onunla. Çünkü ben üzerinden halkım için, üzerinden milletim için, üzerinden vatanım için her vakit tayyar kurbanıyız. Allah razı olsun. Bunu da ben Çünkü bizning studiyamizni agahlandırğanla bo'ldi shaxsan meni. Qurolliq masalada radikal so'zlarda ba'zi gap so'zlarni qilaverdi ekansizlar deb. Albatta bizmi buningga kepenimizni kiyib, har qanday davlatning qonuni bizga bu şekilde esilsa, agar bizni bugungacha biz bir qonuniy yo'ldan chiqdi deb qaramaymiz, ammo qarlab qolib qolsa, albatta turmalarda berib yetishga rozi bo'lganligimizni va agar jinimizni olaman deb qolsa har zaman biz tayyor ekanligimizni deb qo'ydik. Shuning uchun bu programmani davomli hech bir narsani xalqimizni ayamasdan, hech bir narsani alohida o'zimizni qo'g'dab, voy mani deyil, ani deyil deb ketmasdan. Chunki bizning maqsadimiz haqiqatni o'tirg'ib chiqish so'zlash bo'lganligi uchun buni nima qilib kelyapmiz. Oxirdagi savolimni so'rasam, tashkilotlar mavjud, tashkilotlar bugun abaysizlar degandek liderlar birlashimiz deb og'zida da'vat etdi, tashkilotlar birlashimiz da'vat etdi. Xalqimizni birlashsak bo'ldi deb bek da'vo qilyapti. Mush tashkilotlar birlashalarmi yoki bu da'voyimiz amalga osharmi yoki og'zimiz deb qo'yib amaliyotimizni parcha-parcha bo'lib yashayveramdik? Mushunga bir javob berib qo'ying. Mening hozir qarshimda, hozir sharoitda chetdagi Uyg'ur tashkilotlari birlasholmaydi. Xo'sh. Birlasholmaydi. Nima uchun birlasholmaydi deganda, chetdagi Uyg'urlar bir markaz barpo qila oladigan darajada iqtisodiy kuch kelgan. Bunday iqtisodiy kuch. Mana markaz, buna Tibetning bir markaz bor-da, Tibet o'zining hukumati da. Shunaqa. Bu markaz. Bu markaz bo'lgandan keyin ular qanday qilib birlashalaydi? Bizda bunday bir markaz yo'q. Uning ustiga bizning nurg'un tashkilotlarimiz iqtisodiyot boshqalarga bog'lanib qolgan. Bularni iqtisodiyot ta'minlayotganlar tashkilotlarni birlashishiga yo'l qo'ymaydi. Qo'ymaydi. Ular hargiz yo'l qo'ymaydi. Chunki ularning o'zining muddasi bor. Yollarni bergan vaqtida shu muddani o'zining muddasini amalga oshirish uchun iqtisoddan ta'minlaydi. Dunyoda hikoya hamma ish ma'lum maqsad muddo bilan bo'ladi. Uning ustiga Uyg'ur tashkilotlariga iqtisodiy yordam berayotganlar texnika kerak maqsad muddolar bilan ish qiladi. Bular halsı to'xtatib ketmaydi. Agar Uyg'urlar ularning gapiga kirmay biz birlashishimiz degan bo'lsa, ularning iqtisodiyotni to'xtatib yomon harakat qiladi. Shuning uchun hozir chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari birlashmaydi. Uyg'ur tashkilotlari yandab qo'yay, birlashish uchun iqtisodiy kuch kerak. Bunday kuchni hozir Uyg'urlar barpo qilolmaydi. Nima uchun barpo qilinmaydi? Endi iqtisod yo'qmi deseniz, iqtisod bor. Bo'lmaydi, men dedim bu millionerlar bor bizda. Milliarderlar bor.
gap şu iqtisodni bir arada yig'alaydigan kuch yo'q. Kuch yo'qmi, lider yo'qmi? İkisi bir gap mi? O'xshash. Chunki bizim agar şu baylarımız, şu milyonerlarımız işkence olsa ular taşlaydı bir 2 milyon dolar diye. İşe demez ular. Meclis 4 milyon dolar diye taşıdası ular işe demez. İşençilik şahslar, işençilik teşkilatlar kurulsa yoki ıslah bo'lsa bu iqtisod keladi demaksin. Bunda bir merkez olsa bu merkez bütün hemmini kontrollab Müşü bizden siyasi görüşümüzle kurallarını kontrollab turadigan bir merkez bo'lsa vaqt amalga oshadi. Iqtisod hal bo'lganda birlashish amalga oshadi. Iqtisod hal bo'lmasa birlashish amalga oshadi. Mesela hazır teşkilatlar bu iqtisadi mesele bilen teşviqat meselesiga alayet ko'ngil bo'lishga boshladi. Chunki teşviqatlarımız, medialarımızın güçlenishi bilan ularni diqqat qilishga boshladi bizlarga. Ve hazır ayrım fondlar, yangidan fondlar qurilishga boshladi. Mesela Türkiye'de, İstanbul'da 5 tane fond var. Mening bildiğim fond. 5 xil pul yig'adi. Başka devletlerde en azı 2 bo'lmasa 3dan 4gacha pul yig'adigan organlar, teşkilatlar nimalar bor. Demek ki her teşkilat o'z oldiga pul yig'adi, o'z oldiga xarjlaydi. Bir merkez yok. Bir merkez asıl bo'lmoqchi teşkilatlarninki birlashishi quruq gap bo'lib qoladi demoqchisizlar. Çünkü o bana oylamazsın o bizim pulunu, biz tapkan pulunu sizden şerik çıkacaksa bilmaydı. Doğru mu? Şuna. Biz tapkan pulunu özlem kazayım. Ne senden şerik içmem lan bu. Doğru mu? Şunun için bu senden. Bir işçi ben diyen avyonlar yollarda istiyor. Bunun için biz özümüzün milyonlarımızı, milyarlarımızı özümüz tartıştırıp şularını devlet arkadan çok çocuk vermeleri, devlet arkadan çok kampanyalarını kuruşuna medet karaboluşunu. Allah razı olsun. Çok zavutlarını kuruş gerek. Şunda yerlerde uygulaş gerek. Bunun boşunda faaliyetle, bu iktisadi faaliyetle bizim siyasi faaliyetlerimizdeki asası budur. Bizim iktisadi faaliyetimiz, domates siyasi faaliyetlerimizin aslı var. Olabilir o. Meclis olmaydı. Meclis o. Şuna. Yani Sadiq bilen bu iş bitmeydi. Çok güzel kulağını buluşturuyor. Yani del ben şu meseleni demekçiydim. Mesela 5. ayının 2. günden bugünküçe herhalde 5. ayının 1. günden ben 10 gün sırtta olup kaldım. Biz bu Sadiq'a bu nimeler bilen bu teşkilatlarının iş bitmeydiken çokum bir pul işlep çıkardığan zavod yoki Şarkı Türkistan davasıda davamlıq meblağ çıkıp durduğun bir proje olsun deb şu projenin arkasında жүрген болдық. Onu hal qilish uchun yani bir pul tilash emas, şu pul ishlab chiqarish manbai asıl sil degandek, zavod korxona degandek. Bunga nisbatan qarindoshlarimiz biz 2000 TL'lik bir mukofotlik proje o'tirib qo'yish faoliyati ilib bordik Uyg'ur qarindoshlik studiyasi. Ama bugungacha to'g'ri bir amaliy bir nima chiqmadi, proje asosan chiqmadi. Nurg'un qarindoshlik projesini vatibdi, ammo toza mukammal emas. Yani bu yerda men shu munosabat bilan shuni desam, to'g'ri bo'lgan Sharq Turkiston davosida iqtisodiy masalani hal qila oladigan to'g'ri proje, plan la bo'lib qolsa, vassanglar to'g'ri ko'ralsa 2000 TL bilan biz mukofotlaymiz inshaalloh. Masala pulda emas, ammo destek berish yuzasidan, yani bunu qo'llash yuzasidan. Aynı zamanda mı Türkiye hükümeti istiqlal marşini, müstakillik marşini yazganda pul bilan mukofotlashni o'tirib qo'ygan. Shuningdek ba'zi masalalarni nima uchun pulni gapni qilsin deb o'ylab qolmanglar. Mushu jihatda
Yani Şarkı Türkistan davasını sədaqə bilen, zakat bilen veya başka narsalar bilen emas, haqiqiy iqtisodiy manba yaratadigan o'rinlarni barpo qilishda sizning bir plan projelari bormi? Ben size hazırlıkça iqtisodiyot o'zining o'yib fikirlari bor, biroq hazırlıkça bizam savdo, korxona egiligi budjetlar benim yo'q bo'lganligi uchun men bunga kirishgan emas. Bunday odam mukammal bo'lmaydi-ku. Başkentliysem ben Elbette. savdoda gal. Savdo galan deyiladi. Albatta, şu kadar sevgi buldu deydi. Belki akıllı olmasın. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ben bunu mandaq sordum çünkü bazı fikirler hakikaten milletini doğru yönelişe başlaydigan fikirleri köp bo'lganligi uchun buningdan bir fikir ilib olay dedim. Elbette qarindoshlik jamiyatimiz, Uyg'ur qarindoshlik jamiyatimiz bir projeni izlayotidi, tuzayotidi ve yaqinda bu planni o'tirib qo'yib, pul ishlab chiqaradigan zavod, ya'ni iqtisodiy manba planini o'tirib qo'ydik. İnşallah bu plan amalga oshib qolsa, sizlarni qo'llaydiganliklariga ishonaman, Alloh xolisa. Ve bütün qarindoshlarimizni qo'llaydiganligiga ishonaman. Qarindoshlarimiz sizlarga uzun ömür tilidi, Allah razı olsun dedi. İnkaslar orqali siz hozir ko'ranmaylar, uning uchun men nima qilaman. Azat Qosim akamizdek millatninki namunalari, aqlli odamlar, kallasi joyida odamlar bor ekan, haqiqatan deb ularni yozdi. Sizlarga ko'p duo qildi. Sizlardan ko'p mamnun bo'ldi. Qolganini Alloh xolis programmadan keyin ko'rib olsa bo'ladi. Sizning mening bir qancha yana so'raydigan masalalar bor, ammo vaqtimiz haqiqatan uzun bo'ldi. Qarindoshlar to'liq fikr qilib, vaqtimiz uzun bo'lib ketdi, vaqt uzun bo'lib ketdi deydi. Ammo biz 1,5 oy tayyorlik qildik qarindoshlar. Buningga chiqiblam yarım soat so'zlab chiqib ketolmaymiz. Ham bizning Sharq Turkistonning davosi yarım soat, 1 soat, 2 soat bitadigan davo emas-ki bu. Bu biz oylarcha, yillarcha tayyorlik qiladigan, maslahatlashadigan, suhbatlashadigan bo'lganlik uchun bizning programmamiz shundaq 2 soat, 2,5 soat, hatto 3 soatlarga dastlab qoladi ekan. Buning uchun biz shaxsan bizning studio bu masalani hozirgacha hal qila olmadik. Chunki bizning bir televiziyamiz qurilmaguncha bu ish hal bo'lmaydi. Şun hozirlikcha bizning programmamiz bu shaklda davom qilishi mumkin inshaalloh. Qachon televiziyamiz qurilsa, o vaqtida bu ishlar bo'lishi mumkin. Sizning oxirgi so'zlarini olsam, qolgan gaplarni keyingi programma qo'yib qo'ysam deyman. Xalqimizga, qarindoshlarimizga, ko'rurmanlarimiz intayin ko'p bugun. Necha minglarcha ko'rurman bizni ko'rdi naq maydonda. Bularga nima so'zlari bor? Ko'rib, hozir qilmaymiz programma qarab o'tganimiz uchun hammaga rahmat aytaman. Endi biz izlanyapmiz. Hammamiz izlanmoqchi. Biz Sharq Turkistonning mustaqilligini amalga oshirish yo'lida izlanyapmiz. Mayli siyosiy kurashchiliklar bo'lsin, mayli sportchiliklar bo'lsin, mayli ijtimoiy faoliyatchiliklar bo'lsin, mayli qurolli kurashchiliklar bo'lsin, biz hammamiz vatanning mustaqilligi uchun izlanyapmiz. Biz vatanni mustaqil qilib qo'ymoqchi, bizning izlanishimiz to'xtamaydi. Biz hargiz to'xtab qolmaymiz. Yana izlanamiz. Men chetlarga barliq xalqimni izlanishini umid qilaman. İzlanayli, fikr qilayli, o'ylanayli. Qanday qilib Xitoy bosqinchilarning qo'lidan vatanimizni qaytaramiz. O'ylanayli. Hammalarga ma'lum tilayman, salomatlik tilayman. Hammalarga rahmat. Allah razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlarning texnik ko'p so'zlarini, ilmlarini ilib olishga tirishimiz faqat bu masalada emas. Zaten bugunki biz men o'tirib chiqarmoqchi bo'lgan temaning faqat yerimi tugidi vaqt munosabati bilan. Alloh xolis qolgan yerimini xolislar keyingi programmalarda ilib borsak deb o'ylayman buni. Ben şöyle qanday masala bo'lsa, o'zimning o'y fikrimni bildiraman. Şimdi bu yerda eng muhim masala biz o'zimizning qadamlarning bir yeri, biz o'zimizning tajriba saboqlarini
yetkilgen tecrübelerimizni bizimizin halkına bildiriş. Şu maksat. Şunun için sıkıntı vakti kısmı ben teyar. Ben üzerine halkım için, üzerine vatanımın müstakillik için 5-8 kademden devam etmek Allah razı olsun. Rahmet, inkaz yazgan qarindoshlarım rahmet, savol so'ragan qarindoshlarning ba'zi savollariga javob berilmay qoldi vaqt munosabati bilan. Ba'zi qarindoshlarimiz bu boylik, bu hammasini pul masalasiga taqib olsak, Xitoy hozir bek boy tursa buni qanday tushunamiz degandek masala bo'ldi. Albatta biz Xitoyga o'xshab boy bo'lamiz demaymiz, ammo masalan iqtisodimiz bo'lgan bo'lsa, Husayn Tajalli qarindoshlarning bir ishxonasi bo'libdi. Iqtisodimiz bo'lgan bo'lsa, bu programmalarni taxmi go'zal ranglik yaxshi qila olaydik. Iqtisodimiz bo'lgan bo'lsa, Husayn Tajalli degan soat 8 ishga tushib, oqshom soat 6 da ishdan qaytdi. Ya'ni bu millat davosida, ammo biz buni hal qila olmay kelyapmiz 6 oydan beri, yillardan beri. Demak, iqtisod biz uchun intayin muhim. Buning uchun buni to'van chaqliqli bo'lmaydi. Iqtisod bo'lgan bo'lsa, boshqa davlatlarga esilib qolmaydi. Iqtisod bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkiston milliy armiyasi balki bundan bir qancha yil burun qurilib bo'lgan bo'ladi va qurollari bo'lgan bo'ladi degandek. Onun için bu mesleğimi Allah kalırsa yakından yardımda bolsanglar hem iş yaxşığı mana dep oylayman ve bütün teşkilatlar ve bütün qarindoshlarimizningki bo'libmi iqtisodiy masalada, siyosiy masalalarda ustozlardan, olimlardan nima olsak, iqtisodiy masalalarda tijoratchilarimiz, korxonachi qarindoshlarimiz, boylarimiz, millionerlarimiz proje bu pulni bermisin mayli. Manda qilsak pul topa olamiz deydigan projelarni o'tsanglar İnşallah ikinci proje hesabıda biz qarindoshlik jamiyati Gollandiyada qonunliq engelangan bir jamiyat. İqtisodiy manbani tilamchilik bilan, sadiqa bilan emas, balki to'g'ri bir usulda ilib mengishni maqsad qilib, proje to'g'ri bo'lsa, buni amalga oshirishni maqsad qilamiz. Shunga bizga o'zinglarningki plan proje